insho yozish kerak yo'q. Eshitdim, bilganim. Shaharning ichidagi aholini tishlari haqida ma'lumotlar Birinchi o'rinni respublikada yutdi o'zini yoshini kategoriyasida va ota-onasiga bilasizlar boshqa. Ko'prik bor bular orasida. Judayam Assalomu alaykum ustozlar. Sizlarga katta rahmat suhbatga rozi bo'lib ajratib kelganlaringiz uchun. Suhbatdan oldin sizlarga men o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz ustozlarimiz tomonidan, akademik ilmiy tadqiqot instituti tomonidan, boshqa ustozlar tomonidan, yoshlar tomonidan. Chunki bugun ijtimoiy tarmoqlarda turli xil yoshlarni vaqtini isrof qiladigan qaysidir ma'noda yoki ularni keraksiz kelajakda yoki bir hozirgi vaqtini bir foydali bo'lmagan ishlarga sarflayotgan bir vaqtda sizlar ilmga, ilm yo'lida targ'ib qilayotganlaringiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimiz. Bu minnatdorchilik meniki emas. Bizda bugungi 33 millionta aholimizniki, chet elda kuzatayotganlar bordir, ustozlarimiz bordir. Hammasi minnatdorchilikni bugun bir bildirib qo'ymoqchi bo'ldik. Xudo xolasa endi suhbatimizni shu qisqa bir sizlarni bir tanishtirsak, tanishib bu boshlansa deyotgandik. Bizlarning haqingizda qisqacha ustozlar tanishtirib ketsalaringiz. Boshlaymiz. Xo'p, men o'zim haqimda gapirsam, men Xo'jayev Jamol Ismatullayevman. Xo'p. Matematika ustozi sifatida ishlayman. Singapur menejmentni rivojlantirish institutida, Toshkentdagi filialida. Matematikani taxminan aytaman 20 yildan oshiq abituriyentlarga, institutlarga dars berish bilan shug'ullanaman. Qisqacha shu. Men do'st Sherzod Abdullayevich 98-yildan beri dars o'taman. Akademik litseyda boshlaganmiz dars o'tishni shu. 98-yil tugatganmiz-da universitetda, o'shandan beri dars o'taman. Lekin oldinroq ham dars o'tganmiz, endi u mana rasmiy bo'lmagan. Kimda endi otamning o'rniga dars o'tganman, onamning o'rniga o'tganman. Endi ota-onam matematik bo'lgan. Ular o'quvchilarni o'zlashtirib, sal-pal dars o'tib praktik man anaga yoshlikdan boshlaganmiz. 98-yil universitetni tugatgandan beri shu yaxshi maktablarda, litseylarda, onda sonda universitetlarda ham dars o'tdik. Shu qisqacha shunaqa. ustoz oldida men aytadigan bo'lsam, hop, Shomurod Shopovatov, hop, sizlarning oldingizda hali u darajada tajriba yo'q-u, lekin hozir Xudo xohlasa 13-yilga totdi. 13 yildan beri o'quvchilar o'qitish bilan, ya'ni aytganingizda o'zim amakimda o'qiganman. Undan ham ko'proq matematika sohasini ichida yurganmiz-ku, o'zim o'quvchim bo'lishi shu 13 yildan beri har xil o'z aytganingizdek maktab o'quvchilariga, litsey, universitet o'quvchilariga dars berib, 26 yoshda shu fan nomzodi bo'lib, ya'ni oldingi PhD, hozirgi tilda PhD deyiladi. PhD qilib, ilmga hissa qo'shib keladigan ustozlardanmiz deb hisoblayman. Hozir endi ko'pchilik sizlarni ijtimoiy tarmoqlarda taniydi-da, endi ustoz deydi, bunday faol deydi, nima qiziqtirdi ekan deydi-da, nima kirdi ekanki ustozlar matematika bilan shug'ullanib qoldi degan ko'pchilik o'ylantirish mumkin-da. Endi sizlarga bir javob berib ketsak, matematikaga olib kirgan bir. Chunki har bir hikoyaning orqasida bir qiziq voqealar bo'ladi-ku. Ha. Men boshlab beraman unda. Xo'p. Maktabda o'qidik. Maktabda o'zi aslida Sherzodakadek genda bor. Bobolarimiz, ota-onalarimiz ustozda baribir. Endi shu narsaga aylanib ot aylanib qozig'ini topadi deydi. Xullas kalom maktabda o'qidim, litseyda o'qidim, qiziqish baribir adamlardan kelganda. Adamlar matematikadan dars berardilar, o'zlari hozirgi paytda professorlar. Nima bo'ldi? Litseyda o'qidim, turk litseyida o'qiganman. O'qish jarayonida qiziqdim nimaga? Texnika sohasiga qiziqib ketdim. Ya'ni elektronika muhandislik o'sha paytda juda ham qiziq bo'ldi menga. Yangi gadjetlar o'ylab topish va hokazo, uni ustida matematika, fizika borda ichida. Ya'ni shunga sohaga qiziqdimda ustozlarim bilan maslahat so'radim ustozlarimdan. Ustozlar aytdiki, hozir O'zbekiston uchun texnika sohasi juda ham rivojlanmagan. Yaxshisi iqtisodchi bo'lgan yoki diplomat bo'lgan deyishdi. Meni xalqaro iqtisodiy munosabatlar, xalqaro munosabatlarga yo'naltirishdi. Uyga bordim, shunaqa desam, adam bor, maslahatlashdilar, adamlarni ham ko'ndirishdi. Xullas kalom xalqaro iqtisodiy munosabatlar, iqtisodiy yo'nalishi bo'yicha Turkiyada o'qidim, keyin kelib bizda o'qidim. Xullas kalom shunaqa bo'lib ketdi. Lekin aylanib baribir matematikaga qiziqish kuchaydi. Qaytib kelib repetitorlik bilan shug'ullandim, matematika sohasiga kirib ketdim. Ya'ni
qiziqish baribir yoshlikdan bo'ladi. Yoshlikda adam, oyim ustoz bo'lganliklari uchun o'shalar orqali matematikani o'rganishni boshladim. Shunaqa desam bo'ladi. Endi men o'zim haqimda gapirayotgan bo'lsam, sizniki bilan bir xil. Deyarli endi bitta maybichidan analari sal farq qilishi mumkin, endi bu tabiiy. Menda ham ota-onam matematik bo'lgan. Otam o'tganlar, Xudoim rahmat qilgan bo'lsa, onam hayot, umrlari ziyoda bo'lsin. Hali ham yoshlarga ilm beradi, uyda darsxonalari bor. Nima deydi, endi bizga o'xshab ijtimoiy tarmoqlarda faol emas u, lekin ancha faol. Ya'ni matematika dars o'tish, targ'ib qilish boshqa. Menda ham shunaqa bo'lgan, yoshlik paytimizda endi o'sha baribir endi nazorat ostida bo'lganmiz, chunki u paytda davr shunaqa bo'lgan, boyagi uncha ilmga bo'lmagan davrlar bo'lganda, endi u hozir aytayotgan bo'lsam, maktabni 93-yil tugatgan bo'lsak, o'sha payt endi ahvol uncha yaxshi emas edi. Professorlar ham masalan chiqib turib boshqa sohasini salpar almashtirib, savdo boshqa qilib, oila tirikchilik qilayotgan payt bo'lgan zamonlarda aytyapman-da. Endi masalan endi toza unaqa og'ir ahvol bo'lmagan, no nisbatan bo'lgan. Shundan keyin otam matematik fan nomzodi bo'lganda kooperativniy institut edi, o'sha zamonda. Keyin iqtisodiyot va servis instituti bo'ldi. O'sha yerda matematika ustozi edi. Endi u kishi o'ylaganki, meni ham shu iqtisod yo'nalishida o'qiydi, boshqa endi turmushga qarab, vaziyatga qarab. Keyin bir suhbatlashib qolganda men yo'q, bu yerda siz ishlasangizmi, bu yerga kirsam o'zi masalan tinchlik yo'q. Nazorat ostida masalan. U yerda keyin undan battar, undan ko'ra Samguga kiraman. Samgu degani endi Samarqand davlat universiteti, mehnat. Keyin shunda xursand bo'lgan. Men endi unaqa deb o'ylamaganman. Endi xohishiga zid biron nima qilyapman, yoqmasa kerak deb o'ylaganman. Yo'q, otam xursand bo'lgan. Yo'q, bunday bo'lsa yaxshi deb o'zi esimda bor, birga borib hujjat topshirganmiz. Keyin javobi chiqqan u payt test bo'layotgan jarayon 2-yil edi. Ya'ni 92-yil faqat o'sha turk sistemasi bo'yicha testlar kirib kelgan. O'zbekistonga Yangi test kirib kelgan. Yangi kirib kelgan 92-yil faqat universitetlarda test bo'lgan. Keyin 93-yil biz kakras kirayotgan paytimiz o'sha hamma joyda yoppasiga mana shu jarayon boshlangan, testlashtirish. Esingizda bormi, Ma'rifat gazetasida chiqardi testlar. Ma'rifat gazetasida Axborotnomadan oldin o'shandan ziyod hech kim boshqa narsa tushmadi. Boshqa narsa tushmadi. Ya'ni o'sha gazetani ishlasangiz bo'ldi, siz Men bu haligi gapimizga moda qaytariladi, takrorlanadi degandek bo'lar ekanda. Ya'ni talabalar 10 ta shablonga o'xshab, endi u paytda resurs ham ko'p bo'lmagan-ku. Haligi aytdilar-ku, 10 ta savol beriladi, shablon, o'sha savollarni takrorlash bo'yicha shunaqa bo'lgan ekanda. Savollarni deyarli yodlab olardik. Yodlab olaydi. Shundan boshqa savol tushmasdi. Ham hozirgiday emasda sal farqi bor edi. Masalan, matematikada 48 ta savol bo'lsa, fizika degan masalada umumiy tabiiy fanlar bloki bor edi. Bu yerda fizika, ximiya, biologiya, ya'ni 16 tadan 48 ta bo'ladi. Keyin ona til adabiyotdan ham shunaqa edi. Endi hozir aniq kesimini bilmayman, chunki ularni men o'zgarib ketdi-da. Berilishini ham o'qib ko'rmaganman. Shunday mehnatga kirayotganda ona tiliga masalan hurmat qilaman, endi o'zimizni ona tilimiz-ku. Prosta masalan A, B, V deb alfani bilsak bo'ldi, uni harfini bo'yab chiqqanmiz. Shunda ham esimda bor, shunda javob chiqqanda otam bilan birga javobni ko'rgan bo'lganmiz. Endi menda barib hadik bo'lgan. Nima deydi? Endi otam masalan men uchun nima deydi? Avtoritet ham juda mas'uliyat bosgan. Sal uzoqroq turdim, chunki bilmaysiz masalan u javob qanaqa chiqadi. Test yangida endi masalan. Kaska bilan keldim degandek. Kaska bilan emas, o'rtada masofa bo'lmaydi. Yupchirib bo'lganmiz. Juda bo'lmasa masalan Bulbarda, Samguda fizika fakultetining yonida chiqargandi javoblarni. Esimda bor, ancha masofa saqlab turdim. Endi juda bo'lmasa qochib qutulaydim-da. U ham katta uzoq muddatga emas endi. Qochib qayerga borasizmi? Yo, lekin yaxshi bo'lgan, natija yaxshi bo'lgan. Shu payt 7-o'rindami qabul qilinganmiz. U payt mana bu masalalar juda og'ir emas edi. Mana grant,
kontrakt degan chunki katta massa grant Grant edi. edi, ha. Keyin o'sha payt Tojikistonda ham notinchlik bir narsa bo'layotdi. U yerdan ham studentlarni qabul qilish, keyin kontrakt masalalari, keyin nima bo'lganda masalan. Bir Shunaqa 20-30% o'qish kontrakt edi, qolgani grant edi. Qolgani grant edi. Keyin ko'payib ketib qoldi. Keyin teskarisi bo'ldi. U endi hozir masalan ahvol uncha bizning foydamizga emas masalan. Manda endi ko'p obunachilar o'ylashi mumkin, matematikaga faqatgina o'sha genida matematika bo'lsa, shunaqa bo'lar ekan deb o'ylashi mumkin. Mendan yana kutmanglar, ya demak buni kimdir matematik emas ekan deb shunchaki aytib qo'ymoqchiman. O'quvchi o'qitish jarayonida ba'zi o'quvchilar bor, ota-onasi yoki umuman qarindoshlari matematikadan uzoq sohada-da. Aynan sohasini aytishim shart emas, sohasi uzoq, lekin farzandiga keyinlik baribir qanaqadir moyillashganki, bitta o'rgatamiz, bittada ilg'iydigan o'quvchilar bor-da. Ya'ni xulosa bo'lmasligi kerakki, shu ota-onasi yoki do'dasi, amakisi kimdir matematik bo'lsa, demak matematika bilan shug'ullana olar ekan degan bo'lmasligi uchun shu bilan boshlamoqchiman. Ya'ni ixtiyoriy insonda matematik qobiliyat bo'ladi. Faqat kimdadir kam, kimdadir ko'p. Endi o'zimni tariximga aytadigan bo'lsam, ko'p holatlar bo'lgan, aytishgandek, shu ikkita holatda esimda. Birinchi holat shu ko'p davra suhbatlarida aytib beraman. 5 yo 6 yoshligim paytimda magazinga kirganmiz. Bu taxminan shu 2001-yil, 2002-yil paytlar haqida gap ketyapti. Magazinga kirdik, do'konga kirgandan keyin narsa sotib olganmiz 100 so'mga. 100 so'mga ko'p narsa sotib olsa bo'ladi. Oyim bilan kirganmiz. Oyim o'sha 100 so'mlik xarid qildik, pakubka qildik, xarid qildik va 100 so'm oyim berdilar. Bo'ldi, hammasi joyida, ya'ni qaytib berish kerak emas. Biz 100 so'mlik narsa oldik, 100 so'm to'lab chiqib ketishimiz kerak. Lekin men oyimga aytganman, imlaganman deydi. Yo'q, nima chiqib ketamiz? Bizga qaytib berish kerak deganman. Aytib berishadi-da. Qaytib berish kerak desam, oyim ham hayron, do'konchi ham hayron. Bundoq qarabdi. Qanaqasiga biz 100 so'mlik narsa oldik, mana 100 so'm berdik deganda, men endi u paytda kirilchani yaxshi bilmaganman. Bizani hozir banknotalar, kupyuralar 100 so'mlar endi hozirgilardan qarash kerak. Eskilari hammasi kirilchada bo'lardi. O'shanda eslasanglar 100 da kirilchada o'ylab ko'ringlar, U ni 1 0 deb ko'rganman-da, Z ni 3 deb ko'rgan ekanman-da. Ya'ni men 100 ni o'qiy olmaganman kirilchada. 5-6 yoshli bolaning tarixi uni 103 deb ko'rganman. O'sha vaqtda bolacha qiziqish bilanmi, oyim 100 so'mlik narsa oldik deganlarda men ko'zimda 103 turibdi, bu yerda 100. Nimaga bizga 3 so'm bermadi deb o'shanda shustridimi, shunaqa degan ekanman-da. Bu bir turtki, bitta ham turtki bo'lgan. Keyingi turtkilardan shu 6 yoshda maktabga chiqqanman va sakratishgan. 7 yoshligimda 3-sinf bo'lganman-da. O'sha 6 yoshda chiqishda ham savol javob qilganda hammasidan o'tganman. Yiqitish niyati bo'lganmi, har xil narsalar so'ragan, javob bera olmam. Keyin odamlarni rasmini chizgin deb aytishgan. Matematiklar menimcha rasmda zo'rmi-yo'qmi bilmadim. Sizlarda shu odam chizyapman, shu qo'l o'xshamaydi-da, qanot qo'rganman-da, boru. Ya'ni qo'l o'rniga qanot chizib qo'yganman-da. Keyin yo'q, odam chizolmas ekan deb yo'q deyishganda, oyim o'shanda jasorat ko'rsatganlar. Aytganlar, buni amakisi matematik, o'sha, ya'ni men 6 yoshligim paytda bu o'tgan hodisa, Xudo xohlasa bu amakisiga o'xshagan matematik bo'ladi. Sizlar mana o'sha vaqtda, ya'ni bog'chada men tayyorlangan emasgina, maktabga chiqquncha nima savol javoblar bo'lishi mumkin deb, xohlasanglar shu 2-sinf misollaridan beringlar, bemalol ishlab beradi deb aytganlar jasorat bilan. Ular qiziqib so'rab ko'rishgan. Hammasiga javob berganman. Endi aytib berishligi bo'yicha, men balki eslolmasman. Hammasiga javob berganimdan keyin qoyil qolishga, ha bo'ldi, qo'l o'rniga mayli qanot chizgan bo'lsa ham matematika zo'r ekan deb ruxsat berishgan. Shu shunaqa kichkina holatlar turtki bo'lib, menimcha hayot yo'lim уже matematikaga bog'lanib ketib, shunaqa bo'lgan menimcha. Shukr qilaman shu sohaga kirib shunaqa kichkina holatlar turtki bo'lib, asosiysi shu ota-onamni vaqtida iqtidor qaysi sohada borligini aniqlab, to'g'ri yo'naltira olishganligida deb o'ylayman. Shunday. Demak, hozir turli xil 3 kishida ham boyagi qarindoshlar bo'lgan ekan matematikada. Ya'ni qarindoshlar bo'lgan, turtki bo'lgan, sabab bo'lib ustozlar, ota-ona bo'lganda. Siz boya aytgan misolga men misol bo'laman ekan. Bizda hech kim yo'q bo'lgan. O'sha 2-sinfligimizda ham uydagilarimiz olib kirib ketgan ekanmizda. Ya'ni siz aytgan misolga men misol bo'lar ekanman. O'shani o'ylab turdim hozir suhbatimni shu misol bilan boshlasam-da, hamma
baribir genda bor ekan. O'sha nima bu misoldan boshladi degan nima bo'ldi, isboti bilan bo'ldi gapimiz. Shunday. Masalan, endi sal og'irroq savol. Insoniyat taraqqiyoti bo'ladi, har bir nuqtada keladi, bir bosqich ko'tariladi, zinama-zina ko'tariladi va o'sha zinada qaysidir ixtirolar, kashfiyotlar sabab bo'ladi. Va o'sha ixtiro, kashfiyotlar masalan bug' mashinalari bo'lsin, keyin kompyuterlar chiqdi. Undan keyin telefonlar, mana sensor boshqalar. Bugungi kunda qaysidir ma'noda sun'iy intellekt deyapmiz. Undan keyin kvant mexanikasi deydi, DNA computing deydi. Shu sohalar bor. Va ularning hammasi xohlaymizmi fundamental fan sifatida matematika turadi, fizika bo'lsin, asosiy matematika turadi. Va buni butun xalqaro maydonda biladi. Muhimligini va shunga yarasha unga munosabatda bo'ladi. Bugun bizda buni na bilamiz, umumiy ma'noda aytayapman-da, na bunga e'tibor qaratib holatlar juda sust. Bunga qanday qilsakki, xalqaro maydondagi e'tirof etilayotgan matematikaga nisbatan munosabatni biz O'zbekistonda auditoriyasiga olib tushsak-da, bizning xalqimiz, bizning 30 hamma o'zbekistonliklar tushunsin qanchalik ahamiyatga molik ekanligini. Fan oddiy fan emas, qo'shiq ayirish emas, ya'ni shunchalik taraqqiyotni burilish yasaydigan fan sifatida demoqchiman. Mani fikrim o'zi siz aytgandek, insoniyat bosqichma-bosqich rivojlanish jarayonida ular qanaqadir ham masalalarni hal qiladi, bitta bosqich ko'tariladi. Texnika bo'lsin, kompyuter sohasi bo'lsin, sun'iy intellekt bo'lsin, sekin-sekin ko'tarilib boraveradi u sohalar. Bu sohalarning ko'tarilishida nimadir poydevor sifatida xizmat qiladi. Bu poydevor o'zi aslida matematika, fizika, ximiya, kompyuter texnologiyalari, ya'ni informatsion texnologiyalar, informatika va hokazo, ma'lumotlardan bazasi deymiz, o'shanaqa sohalar rivojlanib boradi. Olaylik, oddiy telefonimiz ham juda ham rivojlanib ketyapti. Hozirgi kunda sun'iy intellekt ishlatilyapti. Shu telefonni ishlatish uchun ham matematika bazasi kerak. Ya'ni bolalar faqat ishlatishni biladi, uni ham oxirigacha emas. Ya'ni biza bilamiz, uni ham oxirigacha emasdi. Endi hozirgi kunda mana oldin fan rivojlangani, bizani bobolarimiz rivojlantirgan bo'lsa, hozirgi kunda bizdan sal chekkaga chiqdi deyishimiz mumkinmi? Xuddi shunday. Biz foydalanuvchi bo'lib qoldik-da. Biz foydalanuvchi sifatida darajasiga tushdik-da. Foydalanuvchi emas, biz yaratuvchi darajasiga chiqishimiz kerak. Ya'ni telefonlarni yaratayotgan, sun'iy intellektlarni yaratayotgan. Hozirgi paytda bizani o'quvchilarimiz yoki o'zbekistonlik bolalar qiziqmayapti emas, qiziqyapti. Bu yerda tayyorlanishyapti. Men o'zim aytaman, sun'iy intellekt bo'yicha o'qiyman deb Angliyaning top 100 talik universitetiga kirmoqchi bitta talaba. O'sha matematikadan tayyorlanib yotibdi. U maqsadi Angliyada, ya'ni rivojlangan davlatlarda borib o'qib kelish. Shunday. Endi nasib qilsin Xudo xolasa deyman. Endi bizani talabalar ham, bizani o'zimizning o'zbek yigitlari, qizlari ham shunga yarasha tayyorlanishyapti. Men bilaman, mana Koreyaga borib keldim yoki Amerikaga borib keldim. U yoqda ham metroda ko'rib qoldim ikkita talaba, o'zimizning o'zbek bolalar. O'zbekcha gaplashayotgan. To'xtanglar, yaxshimisizlar? Bolalar nima qilyapti? Ham o'qiydi, ham ishlaydi. Qayerda ishlaysizlar desam, aytishnik ekan ikkalasi ham. Aytadiki, biz sun'iy intellekt bo'yicha dasturlash ustida ishlayapmiz. Stomatologiyani sun'iy intellekt bo'yicha ustida ishlayapmiz deydi. Nima u desam, u juda ham ko'p shaharning ichidagi aholini tishlari haqida ma'lumotlar bazasini yig'ar ekan. Ma'lumotlar bazasini yig'ar ekanda, qaysi rayonda qanaqa kasalliklar bor? Aynan shu tish bo'yicha. Tish qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa tuzilishi bo'lishi kerak, nimalar yesa, nima qaysinga sabab bo'ladi, to'liq tahlil qilar ekan uni. Keyin dastur ishlab chiqar ekanda, xuddi shu dasturni boshqa shaharga sotar ekan. Deylik, Mirzo Ulug'bek tumani, mana shuni ishlatinglar, ma'lumotlar bazasi bo'ladi. Shuning natijasida shu rayonda shu tish bo'yicha qanaqa kasalliklar bor va hokazo. Ya'ni bu aytmoqchimanki, shu rivojlanishda bizani ham o'zbek yigit qizlarini ham o'rni bor. Sekin-sekin rivojlanib boradi. Ular qayerga boradi? Oxirida baribir o'zimiz yurtimizga keladi, shunaqa kompaniyalar tuzishga harakat qiladi. Nasib qilsin. Ya'ni biz qolib ketamiz emas. Hozirgi paytdagi dunyo bitta qishloqdek bo'lib qoldi-da. Shunday. Xohlagan Koreyaga boramiz deysiz, ertaga o'qib kelaverasiz, yo'qda 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil. Yoki Angliyaga borasiz, hokazo. Natijada baribir o'zimizning yigit qizlar o'qiyapti-ku, shu Amerikada, Angliyada kelib, Xudo xolasa nasib qilsin, o'zimizda ham shunaqa kompaniyalar ochiladi.
IT rivojlanayotgani bekorga emas deb o'ylayman. Ya'ni biz ham uni ichidamiz, chiqib ketmayapmiz. Ba'zi bir sohalar bor, to'g'ri, ba'zi bir aholi bor, bilmayman, tushunmayman. Ular endi bitta tarafini ko'rdik, ikkinchi tarafi ular o'qimasa ham bo'ladi degan fikrga tayanadi-da. O'qimasa ham bo'ladi. O'qimasa ham kuni o'tadi-ku. O'qimasa ham mana mobilograf bo'lib ishlayapti-ku. Deyishyapti-da. Mobilograf bo'lib ishlayapti va hokazo. Endi mobilograf bo'lishi ham baribir ilmi kerak-da. Uni tagida ko'p narsa bor. Uni chuqur o'rganganda baribir tabiiy fanlar, aniq fanlarga olib taqalish kerak. Boyagi ni ham o'rgandik-ku. O'sha nima deydi? Auditoriyani yig'ish, varonka deydi. Varonkani necha foiz, nechta odam yig'sangiz, necha foizi sizga qo'shiladi, necha foizi Telegram gruppaga o'tadi, necha foiziga ana hammasi matematika ekanda. Shu narsani o'zi shuni tushunish kerak-da. Biznes analitika deydi. Hammasi borib, baribir matematika taqaladi. Lekin bir xil aholini ba'zi bir qatlamlari borki, ular hali bilim kerakligini tushunib yetishmayapti-da. Shu gapingizga qo'shimcha qilaman. Ko'pchilik matematika nimaga kerak deydi. Misol uchun hisob kitobni bilsang bo'ldi, bozorda pulni hisoblasang. Kalkulyatorım bor-ku deydi. Hisoblash. Kalkulyatorım bor-ku deydi, mana deydi. ChatGPTga yozaman bo'ldi, o'zi masalamni hal qilib beradi. Unaqa endi bu muammolar ko'pda. Misol uchun birinchidan o'qib kim bo'larding deb aytadi-yu. Ular natijani ko'rmaganda. Misol uchun mana endi misol uchun yutsa, misol uchun qaysidir universitetga kiryapti yoki ota-onasiga mashina sovg'a qilib beryapti va misol uchun kitobxon bir tanlovlar ham bo'ldi-ku, bir necha yil oldin boshlandi-yu. Kitobni o'sha birinchi o'rinda respublikada yutdi o'zini yoshini kategoriyasida va ota-onasiga mashina sovg'a qilib berdi. Mayli, nechidir 100 ming ichida bitta bo'lsa ham, o'shani ketidan juda ko'p odam o'sha qo'liga kitob olib hattobi, ya'ni bir 4 bet, 5 bet yoki bitta kitob tugatadigan darajaga chiqdi. Ya'ni insonlarga birinchi bo'lib ko'rsatish kerak. Sen mana yana bir kuni mana sinus kosinussiz o'tdi deganlarga mana sinus kosinussizda o'tishi mumkin, lekin shu o'zing sohangda yaxshi mutaxassis bo'laman desang, ilmni o'rganishing kerak oxirigacha. Bu faqatgina sinus kosinusni unutib olishing mumkin, lekin uni mana masala qo'yildi, oxirigacha yetkazishi o'sha sabri jilovlaydi yoki mantiqiy fikrlashi bor. Misol uchun biznes sohasida ham misol uchun masala qo'yiladi, qilmayman desa orqaga qarab ketadi. Mana masala qo'yildi, bam u hal qilish kerak-da. Uni xuddi shunaqa mana muammo bor, uni ya'ni matematika misollar ishlab shu sabr jilovlanadi-da, misol uchun jilovlanadi va nimadir muammo qo'ysa, bo'ldi deb tashab ketmaydi, o'ylaydi, to'xta, bu uchun nima qilish kerak? Mobilografiyada ham misol uchun kurs sotib olishim kerak. Nech pul turadi? $300. Bittada $300 yo'q misol uchun, ustozga yozadi, ustoz, men pulim yo'q misol uchun, lekin o'qimoqchiman. Rassrochka variantimi yoki nimadirmi yoki keyin 1-2 oy tekinga ishlab beraman. Ya'ni mana shuni kritiskiy mishleniya deydi. Tanqidiy fikrlasa o'tirish mumkin-da. $300 kursimga pulim yo'q. Bo'ldi. Hayotdan nolib, ota-onam qilib bermadi deb yurish mumkin. Lekin masala bor, masalani hal qilish mumkin. Ya'ni, xo'p, men hozir o'qiy, keyin misol uchun pulim yo'q, pulni mayli 1-2 oydan keyin to'lab beray. Sekin rivojlanadi-da. Haligi masala bo'yicha zamonlar ham talab qilganda, misol uchun o'sha integrallar ham kelib chiqishi o'zi optimizatsiya masalalari boshqalar talab qilingan. Hozirgi davrda texnika davri deydi, 21-asrda bu yaxshi bir tarafdan. Ya'ni misol uchun oldin misol uchun ayollar, ya'ni spirgilarda misol uchun bo'lsa, to'g'ri, hozir ham spirgil ishlatiladi, no misol uchun domlarda yoki ichkari joylarda pilososlar, misol chang yutgichlar ishlatiladi, kir yuvish mashinalari, ya'ni insonlar sekin dangasalashib boryapti. Ya'ni biznes tarafdan odam zo'r o'ylaydi. Misol uchun kimlardir nolisa zo'r, bu yerda dastavkani yo'liga qo'yaman, misol uchun ovqatda. Oxirgi necha yilda rivojlanib ketdi. Dastavkani o'zi ham bo'lsa polniy matematikaga bog'liq u. Ya'ni bir tarafdan ya'ni ko'p sharoitlar, yengilliklar, imkoniyatlar bordi, odamlar sal dangasalashishni boshladi. Lekin buni yaxshi tarafi bor. Agar siz shu 10 ming soat qoidasimi, boshqami, agar siz o'ysiz ustingizda ishlasangiz, boshqalardan ko'ra top 1% ekspert bo'lishingizga osonroq bo'ladi. Oddiy o'sha 10 asr, 12 asr oldingi holatlarni tasavvur qilaylik va 15-6-7 asr Alisher Navoiy paytimi yoki Beruniy paytlari
topga chiqish uchun ular nechta tilni bilishgan, necha yoshda 12 yoshgacha Qur'onni yod olishgan misol uchun, boshqa qomusiy olim deyiladi. Ya'ni u paytda zo'r bo'lish uchun juda ko'p mehnat qilinganda. Hozir shuncha sharoit borligida ozgina sabr qilib, o'sha ya'ni matematika buni sabrga o'rgatadi desak bo'ladi-da. Mana muammo bor, plan A bor, plan B bor. Programmistlar, dasturchilarni bilsanglar, misollar bunaqasiga ishlamaydi. Orqadan keladi. Ya'ni labirintli bo'ladi, misol uchun nima derdi? Misol uchun sichqon, bu yerda sir bor, sirni ko'pchilik bunaqasiga ishlaydi. Programmistlar anaqa bor, sir bor, u yoqdan qanaqasi yetib olish mumkin, keyin sichqonga boradigan yo'lni bitta qilib yuborishadi. Xuddi shunaqa, mana men nima ko'ryapman? Hop, 5 oyda o'sha mobilografiyani zo'r o'rganishim kerak, yo infobiznesda shu prodyuser bo'lishim kerak. Hop, 5 oydan keyin shunaqa ko'ryapman. U uchun nima qilish kerak? Menimcha kursda o'qish kerak. Bu uchun nima? Menimcha pul bo'lish kerak. Buni qayerdan olaman? Variantli qilib chiqadi-da, orqadan keldi, shunaqasiga harakat qilsa bo'ladi. Menimcha bu bitta bundoq qilsa hal bo'lmaydi-da. Hammasi bir-biriga bog'liq. Eng asosiysi menimcha mana bu joyda. Shu fikrlashini to'g'rilasa, ya'ni u uchun ko'p ham ko'rish kerak-da. Ya'ni bizda matematikaga kirib kelishimiz osonroq bo'lgan nimaga? Chunki atrofimizda muhit bo'lganda. Pulni hisoblashni bilsang bo'ldi, nima kerak matematika? Nima qilasan sinus kosinus? Maktabga ham borma, tezroq qancha bozorga chiqsang yoki tezroq naq qilsang, shuncha yaxshiroq bo'ladi, tezroq o'rganasan, tezroq hunar bo'lasan. Hunarni ham qilish kerak, lekin matematikada o'sha misollarni ishlab, sabr qilib oxiriga yetkazishi o'sha qobiliyati. Biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz-da bu qobiliyatni. Misol uchun kimdir trenajyorniy zalga chiqib, misol uchun 200 kiloni, 100 kiloni, 150 kiloni ko'tarsa ko'ramiz-da. Lekin bu misol ishlab, sabot bilan, qunt bilan qilishi bizga ko'rinmaydi. Shuning uchun nimaga kerak deydi. Lekin o'tirib, qunt qilib, bitta misolni oxirigacha yetkazdi, ikkinchisini yetkazdi, uchinchisini bitta mavzuni tugatdi, ikkinchi butun matematikani tugatdi. Orqasida o'sha qunt qoldi. Mana hozir men degan zo'r biznesmenlar, misol uchun ko'pi bilaman, endi reklama nimadir bo'lib qolmaslik uchun matfakka bitirib chiqqanda. U misol uchun integrallarni ishlatmas hozir. Misol uchun endi korzinkani ham misol uchun Zafar aka Hoshimov matfakka bitirganlar-da, misol uchun. Misol uchun integrallarni hisoblamaslar korzinkada, lekin o'sha fikrlashi hozir biznes qilishda menimcha juda yordam beradi, qo'l keladi deb o'ylayman-da. Assalomu alaykum qadrli ilm ixlosmandlari. Sizlarni ushbu ilm targ'iboti yo'lida olib borayotgan ishlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani uchun ustozimiz Sherzod Do'stov va Inspiring Education jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ustozimizni ijtimoiy tarmoqlarda olib borayotgan ilm targ'iboti yo'lidagi sa'y-harakatlarini va Inspiring Educationda yurtimiz bo'ylab onlayn va offlayn juda sifatli ta'lim berib kelayotganligini e'tirof etgan holatda ularni sizlarga tavsiya etamiz. Matematik tafakkurda aytmoqchisizda? Albatta, bu nechidirdan bittasi. Ko'pchilik mana ko'ra oladigan narsasi menimcha tafakkur. Endi matematika bu shu fikrlash uchun boyagi tizimlashgan gimnastika deydimi yo bir mexanizmda, masalan, shuni rivojlantirish uchun xolosda boshqa. Endi amaliy fanlarga tatbiqi, hayot uchun boshqa u keyingi masala, lekin odamlar shundayki, masalan, bu qayerda kerak, nima uchun kerak, unga qisqa muddatda kerak, siz uni tushuntirishingiz kerakki, shu matematikani foydasi mana shunday, seni mana bu hayotingdagi mana bu joylarni yengillashtirib beradi. Boshqa matematikaning vazifasi u emas-da, aslida u emas. Endi unga masalan boya aytganingizdek potrебитель odamga masalan unga shu kerak masalan. Shu kerak, ha. Uni siz masalan uni matematika bilan shug'ullanish, boya aytdingiz-ki, trenajyorniy zalga borsa, jismoniy mashqda masalan men uni bilaman, chunki o'zim ham sal shug'ullanganman endi yoshlikda. U Kuchli matematika. zo'riqish bo'ladi, boshqa bo'ladi, mushaklar og'riydi masalan. Nafsingizga yoqmaydi, lekin masalan og'ir narsani nima uchun ko'taryapsiz, nima kerak masalan? Mashq qilyapsiz masalan. Shuning uchun kuchli matematik bo'lganlar-da. Lekin matematika bilan ishlasangiz, unaqa zo'riqish yo'q-ku aslida. Lekin shunda ham lekin mushaklar boshqarish osonda odamga. Masalan, Xudoim to'la shunday anaqa qildi endi. Barmoqlarimni bunday qilsam, qimirlaydi, mushaklarga impuls beradi, qisqaradi, boshqa jarayonlar ketadi masalan u yerda.
qanaqadir fizический jarayonlar masalan yoki ximический bir narsalar raspat Sezasiz. bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'zlashtiriladi, energiya ishlab chiqiladi, u impuls beradi, kim nima bo'ladi. Lekin matematika bilan shug'ullansangiz, unaqa katta jarayon bo'lmasligi mumkin, aslida bo'ladi. Lekin u hech qanaqa unaqa og'riq bermaydi-ku. Nima uchun odamlarga nafsiga masalan matematika bilan shug'ullanish og'ir tuyuladi, yoqmaydi masalan. O'sha tomonni qarash kerak. U boya iste'molchida hozirgi anodi ham yengillashib ketyapti-da endi. O'sha ham masalan minus bo'lishi mumkin. Balki uni hozir mana o'quvchilar hammasi qanday desam, planshet o'quvchi bo'ldi-da. Ya'ni nima qiladi? Masala qo'yiladi. U masala ham masala emas-da. Uni javobi ham ABC tamom. Masalanda undan qanday manfaat bor? Qaraydi. Yo, u ham yaxshidir balkim, lekin u hamma jarayon, o'qish jarayonini unaqa qilib bo'lmaydi-da. To'g'ri. Men testga qarshi chiqib yo bir narsa emas, men unaqa kuchim ham yetmaydi. Masalan, vazir o'rinbosari ham emasman, tim bo'lim vazir emasman. Aytmoqchi bo'lganim shunaqa qildiki, потребительский qildi-da, ta'limni ham. Masalan, borasiz, sizga oldingida masalan bor, saqlanib qolgan o'sha xorijiy sistemalarda ham insho bosiladi. Insho. Hech kim aytmaydiki, insho yozish kimga kerak? Eshitding, bilganingni yozding. Nima kerak? Lekin matematika nima kerak deydi. Masalanda, yo qarshi emasman, mayli aytaversin. Unga balkim kerak emasdir masalan. Endi mahluqotlar hammasi turli xil. Hammasi odamlar ham endi har xilda endi masalan, kimga kerak emas. Kimlar otasi masalan sharoitda qilgan, otasi vaqtida o'qigan, boyagina bor edi-ku, kuchli avloddan keyin qandayda gapmi? Agar farzandlaringizga hamma narsani tayyor qilib beradigan bo'lsanglar, har doim tayyor qilib bersanglar, nevaranglar tilanchilik qiladi. mana Shunga o'xshab. shunday bo'lyapti-da endi. Shunaqa bo'ladi. O'sha sochinение deydi, mana insho. Hozir insho yozayotgan odam Kammi? diktant yozayotgan ham masalan uni nechta xato qiladi masalan. Endi matematikada testdan nariyoqqa boya aytdik-ku, buni to'rt burchak chizib, buni nechta burchagi bor degan savollar qo'yapti masalan. Uni ham bunaqa o'qib cho'zib so'ramaydi. A 4 ta, B 5 ta deb yozib qo'yapti masalan. Test ishlayapsiz. Потребительский hamma narsa. Sistema, ta'lim sistemasi ham shunaqa. Kimnidir manfaatlari bor. Hozir masalan siyosatgarlashib ketmayapmanmi o'zi? Ertaga hech kim nima demaydi. Yo, demasa kerak. Mavzuda ko'ramiz dedi. Agar yashasaydigan gap bor. Chunki hozir berilib ketsak keyin boyagi matematika odam anoda kasbimizdan kelib chiqib Tahlil qilaveramiz. lekin birovlarga hech qanday g'araz joyimiz yoki bir anov joyimiz yo'q. Hech kimga hech nima demoqchi emasmiz. Prosta fikrimiz. Odam doktorlar ham, tabiblar ham ukol qilganda og'riydi-yu, misol uchun venadan yoki har xil joydan ukol qilsa og'riydi-yu. Xuddi shunaqa matematika umuman bitta matematika emas, ixtiyoriy yangi ilm olish inson nimaga xohlamaydi? Chunki yangi ilm olsa, men o'quvchilarimga aytaman, nima charchading, nima xohlamayapsan? Chunki miyangga ukol qilayotgandek bo'lamiz-da. Chunki misol uchun ukol qilsa og'riydi-ku, venani teshadi, boshqa qiladi. Xuddi shunaqa yangi ixtiyoriy bilim, matematika bo'lish shart emas, yangi bilim deyildimi, miyada u oldin bo'lmagan, u olish kerak, demak miyaga ukol qilyapmiz. U og'riqli bo'lishi tabiiy. Faqat tor ma'nodagi bir jismga qarochi kattaroq bitta bilim, endi bilim kichkina bo'lmaydi. U joylashgan. Olib, qo'shimdan qilib joylar yirtiladi. Endi u anoda qarasangizda nima deydi? Tushunarli bo'lish uchun. Конечно, odamga yoqmaydi. Ya'ni bitta matematika emas, ixtiyoriy ilmda og'riq bo'lmasdan bo'lmaydi. Miyaga chunki zarba bo'ladi. Qancha ma'lumot bor, uni siqib kirg'izish kerak. Ixtiyoriy ilmda o'sha kasb bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ixtiyoriyda og'riqli bo'ladi. Haligi masalada ham, misol uchun, oxirgi tendensiyada mana prodyuser, mobilograf bular talab bor, taklif berishyapti-da. Ikkinchi tarafdan o'sha bir endi sizlar menimcha bu sohada tajribalar ko'proq, misol uchun insonlar mana ilm qilishi yoki mana oddiygina
magistraturani bitirishi yoki o'sha fan nomzodi bo'lishi, doktor nauk bo'lishi davomini ko'rolmaydi ko'p insonlar. Oldin menimcha o'ylayman, nechadir yil oldin, keyincha, bo'ldim, bitta diplom ko'paydimi deydi. Ya'ni oldin menimcha nechadir yil oldin o'sha fan nomzodi bo'lsa, yaxshi stipendiya berilgan yoki qiz kulgili bo'lsa ham aytaman, misol uchun, endi men u davrlarda yashamaganman, kinolar ko'rganman yoki eshitganman. Fan nomzodi bo'lsa, kandidatskiyni himoya qilibdi desa va sovchilikka borsa, bo'ldi, уже masala hal bo'lgan. Ya'ni o'sha nechadir yil oldin, misol uchun, shunaqa bo'lgan. Ya'ni mana kandidatskiy qildi, bo'ldi, u geroyda, xuddi boshqalar uchun geroy. Ya'ni u vaqtda misol uchun stipendiya yaxshi berilgan, sharoit bo'lgan yoki boshqalarning oldida obro'si, statusi deymiz, obro'si ana yoshlarning tilida plus 1000 euro deydi-yu, shunaqa plus 1000 euro bilan yurganda, shuning uchun ko'pchilik fan nomzodligini qilgan. Endi misol uchun ilmga rag'bat, ya'ni misol uchunda bitta inson yuribdi, qorni och, unga 1000 Einstein gapirsa ham Pushkin bir jahonu, Bayram bir jahon deydi, to'g'risi. Xabarab aniq ruscha bir anekdot bor-ku. У тебя какое отношение к учебе deydi? O'zbekcha o'xshamaydi bu hazil. У тебя какое отношение к учебе deydi? Мне музыкальное deydi. Это как-то по барабану deydi. Ya'ni bitta anaqa bilan bo'lmaydi. Ya'ni bular misol uchun hozir men hop o'qiyapman, lekin oilamga pul olib kirishim kerak, buni qilishim kerak deyapti. Hozir mobilografiya yoki boshqa mana shu trenddagi sohalar, zamonaviy kasblar deyilgan. Hozir zamonaviy kasblar ilmini egallash tezroq va pulga doxodga, ya'ni daromadga chiqish tezroq bo'ldi. Shuning uchun hozir rivojlanib ketdi-da. Shunga ilmda ham misol uchun u uzoq muddatli va birdaniga pul kelmasligi mumkin yoki birdaniga pul kelsa ham katta chek kelmasligi mumkin. Shuning uchun ham ya'ni har taraflama bor-da. Biz misol uchun bolaga o'qi desa ham u o'qishini tushunadi. Qanaqa o'qish kerakligini tushunmaydi yoki unga qanaqa o'qish kerakligini tushuntirishimiz kerak. Keyin misol uchun o'sha biznes har xil anaqalarga olib borish kerak misol uchun, misol uchun korzinkadagi oddiy aytaman, misol uchun mana bu chek uradigan korzinka bo'lish shart emas. Misol uchun ixtiyoriy magazinda chek uradigan bor-ku, skanerlaydigan. O'shaning tagida ham hammasi matematika bo'lib yotibdi. Misol uchun oddiy algebrik ifodalar A, B, C, D, ya'ni hammasini bazasi bor. Magazinda, do'konda 100 ta mahsulot bor. Bitta tik uradi, u A chiqadi. Ikkita uradi, ikkita A chiqadi. Keyingisi bitta uradi, B chiqadi. Uje dasturning tagida 2A plus B turibdi. Uni ya'ni men o'zim dasturlashdan xabarim bor-da, A, B, C larda summa turadi. Ya'ni bitta tik urganda uje summani chiqarib beradi. Mana sizga 200 ming so'm bo'ldi, 150 ming so'm bo'ldi. Ko'pchilik shuni ko'rmaganda hayotida. Shuni agar mana master klasslarmi olib borilsa, menimcha, ya'ni mana buni programmistlargami bilmadim, o'shani ko'zi bilan ko'rsa, 7-sinfda matematika edi, nima bo'ldi? Nima qilyapti harflar matematikada degan savollar kamroq bo'ladi-da. A plus B. Ona tili ustoz deydi. ABCdan boshlasak. Nima u AB? Uni tushunish kerak-da. Bu mana misol uchun oldin odamlar magazinga kirgan do'konga, ana shotchik bo'lardi-ya, o'sha 1000 mana shunaqa hisoblangan, shot hisoblangan. Keyin bunisi navbatda 10 minut kutsa ham adashib ketsa, bora bitta boshqatdan so'kib yuboradi-da, keyin boshqatdan qiladi. Ikkinchisi yana, ya'ni oldin odam ham kam bo'lgandir, navbatda shunaqa bo'lgan. Endi hozirda misol uchun rivojlandi, matematikadagi shu harflarni ishlatib, navbatlarni tez ketkizsa bo'ladi. Ana shuni o'quvchilar ko'rish kerak. Mayli 7-sinf bo'lsin, mayli videoda bo'lsin, boshqada bo'lsin, dasturlashi tegida maqsad nima? Qaytarilayotgan jarayonlarni modellashtirish. Modelni qilib qo'ydi, bo'ldi, u mexanizm aylanveradi. Faqat vizual ko'rmaganda, shuning uchun ham nimaga kerak harf? To'g'risida nimaga kerak deydi oddiy odam. To'g'risida nimaga kerak deydi. Misol uchun biz ham aytishimiz mumkin, mana meditsinada o'lik til, lotin tilini o'rgatishadi. Biz ham misol uchun meditsinadan balki uzoqdirmiz, lotin tili nimaga kerak deyishimiz mumkin. Lekin noo'rin savol, bilamiz, lekin nimaga kerak? O'lik til-ku, ishlatilmaydi, nimaga kerak deyishimiz mumkin. Lekin medik bir obunachilar ko'rayotgan bo'lsa, unga taq javob tirsillatib tashlaydi. Xuddi shunaqada, shuning uchun ko'rish kerak. Misol uchun shu vizual ko'rish kerak meni fikrim.
Yo uni javob berish ham qiyin-da, chunki siz uni уровенida javob berishingiz kerak. Masalan, sizga savol beradi, matematika nima kerak deydi. Ana keyin uni sog'lom odamga javob berasiz. Bu odamga qanday javob berasiz? Endi o'sha hozir mana haligi bir subyektiv anaqasida chiquvdi, o'sha ustozlar zamonga ham moslashyapti-da. O'sha menimcha ya'ni mana bir necha yillik tajribali ustozlar 20 yil oldingi yoki 15 yil oldingi o'quvchilarga misol uchun 3 ta kitobni ishlatdinglar-da, u yana bormi derdi-da. Hozir o'quvchilarga bitta kitobni tugatsanglar, mana shuni tugatsam bo'ldimi deydi-da. Ikkinchi kitob chang bosib yotadi-da, misol uchun. Menimcha shu zamonga moslashish emas, balki shu o'quvchilarning intellektiga mos, o'sha aytganimdek hozir alfa avlod, beta avlodlarga menimcha ko'proq vizual ko'rsatish kerak. O'sha Instagramda nimaga vizual ko'radi? Qisqa bo'lgani uchun ham o'sha populyarniy nimaga? Menimcha shu vizualni ko'rsatish kerak, menimcha ko'proq. Vizual. Ko'rishga moyil bo'lib qoldi demoqchisiz. Ha, vizual olib borish kerak. Misol uchun, hamma dars bir xil sinfda. Bitta dars olish kerak-da, master klass qilib ko'chada o'tdi yoki misol uchun olib bordi korzinkaga, misol uchun yoki aytaman, menda ham hozir ma'lumot yo'q. O'sha dasturlarni misol uchun korzinkaga yoki boshqa har xillarga chiqsa, dasturni yozadigan insonlar yoki o'shalarni vizual qanaqadir videolar bordir balki, shularni ko'rsatib bersa, menimcha maqsadli bo'ladi. Ayniqsa mana Xitoyda ko'p video tarqaldi. Qanaqa ota-ona, o'quvchi sinfda o'tiribdi, ota-onasi qiynalib ishlayapti, pul topyapti, bor budini beryapti, uni videoga olishgan, ota-ona unga rozi, videoga olishgan va darsda, Murashki deydi, men ichimdan chiqayotgan gap, darsda o'zini ota-onasi shunchalik qiynalib, o'sha sement bilanmi, qanaqadir qora ishni qilayotganini va shu ketidan pul topib bolasini o'qitayotganini video orqali ko'rsatdi. Bo'ldi, bu o'quvchiga agar ko'zida olov yonsa, bizni gapirishimiz shart emas. Ichida yondi o'sha. Yondi degani bu harakat qiladi. Ichimdan chiqayotgan narsa, ya'ni trendlar ham chiqdi-yu, misol uchun kitobni ko'tarib qo'yadi, g'isht ko'tarib qo'yadi, qaysi biri og'ir, o'sha his qilish kerak. Urmasdan, misol uchun oldin ursa, bu yog'ini ursa, bu yog'ini tutib turardi deydi. Bu yog'iga barmog'ingiz bilan tiysiz, ertaga barmog'ingiz kesiladi-da. Sindirib yuborsan. O'shanga, ya'ni bir tarafdan bu normaldir hozirgi holat uchun. Moslashish kerak menimcha o'quvchilarning. Ya'ni biza o'sishda davom etishimiz kerak, lekin bularga yetkazib berishimizni menimcha zamonaviylashtirishimiz kerak, meni fikrim. Shu mana Xitoylik o'sha trendga chiqqani, ko'pchiligi ta'sir qilgani vizual ko'rdi-da, o'zini ota-onasi qiynalgan. Yoshlarga ham misol uchun ota-ona ishlayapti, kechasi bilan pul topyapti, o'qi degani oddiy gap-da, uni 100 marta eshitgandir-da, sizdan, mendan-da. Lekin shu ota-onasi ishda o'tirib yoki uyiga kelib charchab, yana bolalarni uxlatgandan keyin yana ba'zi narsalarni ishlab qilganini videosini mabodo olinsa-da, bitta qo'yib berilsin, yana hammani oldida qo'yib berilsin. Menimcha siz u men mint etgandan ko'ra foydaliroq bo'ladi. Shunday, to'g'ri fikr. Uni qo'yib haqiqatan ham o'shani ko'rib, masalan, bolada o'sha narsa bo'ladi. Endi bo'ladi, lekin uni muqobilda yana boshqa vaziyat bor-da. Chunki bola masalan yosh payti aytadiki, bola yosh payti har xil bo'ladi-da, vaziyat bo'ladi. U o'ylaydiki, menda unaqa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Masalan-da, to'g'ri, otasi qiynalayotgan o'sha payt his qiladi, o'sha payt tushunadi, achinadi, boshqa qiladi, lekin aytadi, menda unaqa bo'lmaydi deydi. Otamda shunaqa bo'ldimi deydi. Men deydi, endi u shunaqa yoshdaki, men otamdan aqlliman deydi. Со мной butun turgan deydi. Meniki boshqacha bo'ladi deydi. Masalan-da. Ko'pi, ha, действительно mana shunday deb tushunadi o'sha payt. No, keyin yana o'ylaydiki, ha, yo, menda unaqa bo'lmasa kerak deydi. Meniki oson kechadi deydi. Masalan-da. Chunki bu yoqda ko'pda boshqa material, boshqa variantlar bor. Instagram hayot ko'pda boshqa. Masalan, hamma joy gullab ketgan, hamma joy oson. Masalan, ozgina mehnatsiz erishsa bo'ladigan kontentlar ham ko'pda. Unaqa kontent ham bor, ota-onasini ko'rsatib boshqa. Lekin juda hayot go'zal kontentlar ham ko'p. U aytadiki, men balkim deydi, bu tomondaman deydi. Yaxshi bo'lib ketadi deydi. Bu tarafda bitta anaqa ham bor. Ba'zi kurslarda anaqa qilgandim. Misol uchun sigaretni
pastidan chekadigan insonlar ham bemalol deyolmayman. Tashagan holatlari bor-da. Buning tagida ham ilm yotibdi-da. Nimaga? Endi men xudoga shukr uning tagidan o'tmaganman, lekin boshqa narsalarda odatni shakllantirish degan tushuncha bor-da. Ya'ni misol uchun oddiy o'sha sigaretani muntazam chekadigan odam aytadi, birdaniga tashama, imkoni ham yo'q. Xumoring tutadi, ertaga yana 2 barobar chekasan deydi. Birinchi, endi ko'p anaqalar bor, ko'p o'sha omillar qilish kerak bo'lgan. Bittasini aytaman, tushunarli bo'ladi. Har kuni ertalab 5 minut yoki kechqurunmi farq qo'yib 5 minut chekishni zararlari haqida o'qigin deydi. Ko'rgin, o'lgani haqida, boshqa haqida shunchaki 5 minut video ko'rgin deydi. Biz aytishimiz mumkin-da, bu ham nima foydasi bor debdi. Mana shu joyda yutamiz. Miya. Ukol olish xolamaydi haligidagi bolalarni qo'rqitadi-yu, ukolga, doktorga, ana babayka deb. Shunga o'xshab miya ham qo'rqadi-da. Yangi informatsiya ko'p bo'lsa, 1 soatlik YouTube'ga kirmaydi-da, misol uchun qo'rqadi. 5 minut shu videoni ko'rib qo'ysa, miya mayli ko'rib qo'y deydi. Bor gapda, kursda, ya'ni isbotlangan narsalar har kuni 5 minut ko'rsa, ya'ni qolgan 9 talarni qilsa, demak ilmi ketidan sigaretani ham tashlash mumkin ekanda. Ya'ni bir marta mana shunaqa qildik, padachani mana shunaqa berdik, baribir bo'lib qoladi desak, menimcha noto'g'ri bo'lib qoladi deb o'ylayman-da. Chunki mana infobizneslarda ham bularda ham qanaqa qilishadi? Formatni topguncha ham har xil olib ko'rishadi. Bir marta doskada oladi, bir marta ko'chada oladi, bir marta bunaqa oladi. Qaysi biri topga ketdi, o'shani tirs takrorlayveradi. Shuning uchun meni fikrim bir marta video ko'rsatib berish kerak. Har kuni video ko'rsatsa ham bu bo'lmaydi. Adam ishlayaptilar, nima qilibdi deb o'rganib qoladi. Ya'ni bir kun video ko'rdi, bir kun o'sha hayotda tatbiqini ko'rdi matematikani, bir kun bordi, misol uchun qiynalganlarning oldiga. Ya'ni menimcha shu yetkazib berishni usullarini ko'paytirursak, buning tagida ilm bor, baribir natijaga erishsa bo'ladi. Shu holatda endi kesiladimi yo'qmi bilmayman. Ko'p anaqa o'ylaydiganim o'sha Ibrohim alayhisalomni adashmasam, endi balki adashayotgandirman, lekin Ibrohim alayhisalom yonayotgan paytlarda, anaqa qilishayotganda kampir o'zi yurolmaydigan holat, yurolmaydigan kampir, lekin munkayib engashib qolgan bukri deymizmi? Bukri bitta yog'ochcha oladi-da, kichkinagina yog'ochcha olib borib tashashga harakat qiladi. Undan so'rashadi, nima qilasan? Bu yog'och hech nima qilib bermaydi-ku, alanga bo'lib yonyapti-ku desa, xohladim deydi. Keyin adashmasam chumolidan so'raladi, chumoli og'ziga kichkina ozgina suv olgan bo'ladi-da. Undan so'rashadi, shu chumolni kichkina suving bilan nima bo'ladi bu? To'g'rimi? Bu nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi desa, menga u natijasi muhim emas. Qaysi tarafdaligimni, niyat bilan qaysi tarafdaligimni ko'rsatib qo'yish natijaga men kafil emasman degandagida. Ya'ni menimcha targ'ibotni biza davom ettirishimiz kerak-da. Ya'ni bir kun 10 soat qilgandan ko'ra muntazam kam deb tursa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday. Shu yerda men ancha narsa oldim. Men endi nisbatan ko'p bo'lmadi-da, endi mana bu ijtimoiy tarmoqlarda endi targ'ibotchi deb ham katta anoda aytgan, ozgina harakat qilib hissa qo'shgan bo'lsak xursand bo'lamiz. Endi mana o'shani ana tomonlarini-da aytganda o'sha Instagramga kirsangiz, masalan, varaqlasangiz, turli tuman bir nima bemaza, mazali tam. Mazali bemaza. Hammasi chiqaveradi. Lekin menda unaqa bo'lmayapti-ku. Men hozir varaqlayman, siz chiqasiz, men o'zim chiqaman. Hasan bu chiqadi. Yo, rostdan, serios, sun'iy intellektda, chunki siz nimani ko'rayotgan bo'lsangiz, shuni qayta chiqaraveradi. Shunga o'xshaganlarni chiqaradi. Shu mavzuda chiqaradi. Demak, ahvol juda yomon emas. U yomon narsa ko'rayotgan, algoritmi shunaqada. Algoritm shunaqa bo'lgan. Sizni niyatingizga qarab chiqaradi-da, xuddi shu gapda, niyatingizga qarab chiqaveradi. Bunaqa bemaza narsa vaqti chiqmaydi. Seriozda chiqmaydi. Chiqmaydi. Eksperiment chiqadi, primoy anoda qilib ko'raman. Varaqlaysiz, faqat matematika, misol ishlagan, tam birov bir narsa degan, savol bergan, o'ylagan, dars bo'lgan, mana shunaqa narsa chiqadi.
Siz shunaqa ko'rasiz, men shunaqa ko'raman, bular shunaqa ko'radi, lekin bolalar qanaqa ko'radi? Bizning Hozirgi ishimiz yoshlar. nima? Hozir mana shunaqa kontentlar ko'paytirishimiz kerak. Uni varaqlasa siz chiqishingiz kerak. Men chiqishim kerak, ustoz chiqishi kerak. Ustoz chiqishi kerak. Bizani auditoriyani, bizani jamoamizni ko'paytirish kerak demoqchisiz-da, ha? Shuning uchun masalan mana shunaqa suhbatlarni mana Ko'paytirish kerak. Ko'paytirish kerak. Ko'paytirish kerak. Endi masalan tajribali katta ustozlarni ular to'g'ri boyagi avlodlar almashyapti, boshqa bo'lyapti. Endi biz qanaqa boyagi grek alifbosimi, lotin alifbosimi, unaqa qaysiga mansub bilmayman to'g'risi. Boyagi alfabetsiga bir narsalar deydi. Millenial davrlar. Davrlar. Ha, ulardan ko'p narsa olish kerak-da, shuni Moslashtirish kerak, to'g'ri. to'g'rilab olishimiz kerak menimcha vaziyatda-da shu To'g'ri yetkazib berish kerak. To'g'ri yetkazib berish. Ya'ni haligi gapingizga bitta anaqa qo'shimcha, misol uchun bu ham ilmga borib taqalyapti. Misol uchun ba'zi bor netaman, ya'ni ism familiyalar yo'q-ku. Universitetda misol uchun ko'p universitetlarda zo'r professorlar bor-da, lekin tushuntirib berishga kelganda talabalar ko'pchiligi nega eshitmaydi? Oddiy sababi u ustoz hammani balki shunaqa professor darajada deb o'ylaydi, shunaqa tushuntiradi. Birinchisi. Ikkinchisi, ya'ni bir xil gapiradi. Ko'p universitetlarda men ko'rganman, однотонный deydi. Bir xil. alla aytganda. Ha, alla aytgandagi orada hey deb mundoq qilib ey dedim, odamimiz ham qarab qo'ydilar-da, nima hazil raqamma aytmoqchi bo'lganim yoki orada bas ovozda gapirsa, nima demoqchi ekan? Ya'ni oddiy narsa. Ya'ni yoki men o'tirib olib bunaqa qilib qo'ysam, sal mundoq, ya'ni jiddiy tortadi. Ya'ni jamoa bilan yoki auditoriya bilan ishlash ilmi bor. Hali aytganingizdek, bazasi, matematik bazasi kuchli bo'lmagan, lekin tez ko'tarilayotganlarning sababi nimada? Asosiy sababi shu. Ya'ni bular zamonga tezroq moslashyapti. Bilimi mayli 1 yil o'qidi, lekin bizdan hozir o'quvchilar 50 yillik tajribani o'zini talab qilmayapti. 10-15 yil oldin balki talab qilgandir. Bilimi zo'r bo'lsa, bitum bo'lsa zo'r edi, lekin hozir unga yetkazib berish usuli bor yoki o'sha diqqatini jalb qilish usuli bor, boshqa bor. O'sha usullarni o'zida jam qilgan ustozi talab qilyapti-da, menimcha. Shuning uchun ham o'sha ustozlar yoki ba'zi insonlar tez ko'tarilishi ehtimoli bor-da. Ya'ni ularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Chunki 1-2 yil o'qidi, o'zini ustozida ko'rgan muammoni ko'rdi va yechim taklif qildi. Menimcha biz qoralagandan ko'ra uni oqlashimiz kerak. Ya'ni to'g'ri, u bilan cheklanib qolmasin, matematik bazasini rivojlantirishda davom etsin, lekin bu qilganni ham olqishlayman. Shaxsan men olqishlayman, chunki u haligi kontentlar soni ko'payishiga, men ehtimollar nazariyasi. Tasavvur qilinglar, Instagramda taxmin emas, 1 millionta video bor. 4 talamiz mana video chiqardik, shu 4 taqsim 1 millionda. Agar shunaqa insonlar ko'paysa, misol uchun 100 ming bo'lsa, 100 ming taqsim 1 million bo'lyapti. 1 taqsim 10, shu 10% ni olib qo'yapti. Demak, bizning videoyimiz boshqaga yetib borishi ehtimoli yuqorilashadi. Demak, unaqa bitta dona video bo'lsa ham, kreativ video qo'ygan bo'lsa ham olqishlash kerak. To'g'ri. Olqishlash kerak, meni fikrim. Chunki oddiy ehtimollar nazariyasida. To'g'ri. 1 millionta video bor. Ichida misol uchun 500 mingni matematika bo'lishi mumkin yoki umuman matematika bo'lishi shart emas. Ilm fan yoki qiziqtiradigan, vizual ko'radigan yoki bitta dona bo'lishi mumkin. Bitta dona qatta-ku 500 ming qatta 1 taqsim 2. Ya'ni ikkita video ko'rdingiz, bittasi bunaqa, bittasi ilm fanga doir. Demak, uni biz tortib kelishimiz, ya'ni ilm fanga qiziqtirishimiz ehtimoli yuqori bo'ladi-da. To'g'ri. Oddiy ehtimol bu ham. Shunday. Hozir endi asosiy voyaga keldik-da, asosiy joyga keldik. Ya'ni ilm targ'iboti. Ijtimoiy media bo'lsin, ommada bo'lsin, boshqa bo'lsin. Masalan, men sizlarni deb o'ylayman, ijtimoiy tarmoqqa chiqmay ham bemalol bir dars o'tyapsiz. Hammangiz ish joyingiz bor, offlayn dars o'tasizlar, bemalol. Chiqmasa ham bemalol bola chaqa, oila hammasi ketadi. Bir muammo yo'q. Lekin ijtimoiy mediada chiqish xohladilaringiz va ijtimoiy mediaga chiqdilaringiz. Bungadir nimadirlar turtki bo'ladi-da. Chunki bir odam o'zini qiynab kameradan qo'rsada, chiqib turib odamlarga nimadir ilm ulashish bu ancha mehnat talab qiladi. Ayniqsa qaysi darajadagi odam uchun. Men shunga tushuntiramanmi debda, masalan, bu PhD bo'lsa, ayniqsa u men kimman, bu kim deb, uning uchun men kontent qilamanmi degan ma'noda. Lekin demak, sizlar chiqibsizlar nimadir bo'lgan sabab.
va ijtimoiy mediada sizlar qaysi maqsadda va qanday auditoriya bo'yicha ketyapsizlarki, biz buni bilaylik. Nimaga hozir birlash degan gap keldi-ku, unga oxirida xudo xolasa bemalol to'xtalib yana gaplashsak deymanda. Yaxshi savol bo'ldi. Boshlab beraveraman agar. Xo'p. Shu joyda haligi niyatga ham bog'liq narsa. Misol uchun tasavvur qiling, ikkita mashina, bittasi o'sha Gentra deydi-ku, katta akalarimi, anaqa mashinasi deydi-ku, ko'pchilik tushunish uchun aytolman. Oq Gentra, qora Gentra svetoforda to'xtadi. Misol uchun oynani churib oq Gentraga qarab, oq ekan, meniki qora desa, shu yerda ham kibrda. Menimcha chiqishdan oldin birinchi u kibr sindirish kerak. Ya'ni u o'quvchi shunga tushuntiramanmi desa noto'g'ri bo'lib qoladi, meni fikrim. Chunki biz ham shu holatda bo'lganmiz-da. Biz ham shu holatda bo'lganmiz. Menimcha o'zim ham dars o'tganimda ko'proq tushunishim mumkin. Ba'zi tenglamalarni 2-3 soniyada ishlashimiz mumkin. Lekin dars tushuntirayotganda ko'proq xuddi men birinchi marta ko'rayotgandek, hop, mana bunaqa ekan. Minus oddiy kvadrat tenglama, minus 3x kvadrat. Minus 3 menga yoqmayapti. Kelinglar minus 1 ko'paytiraveramiz. Ya'ni o'sha yetkazib berishda menimcha nima desam ekan, o'sha kibrni sindirib, ya'ni ular bilan xuddi do'stona gaplashgandagi muomala qilsa, menimcha zo'r bo'ladi. Meni fikrim. O'zi maqsad bo'lsa, maqsad haligi aytganimiz kontentlarni sonini ko'paytirish, o'zi shu oliy maqsad qo'yilsa, o'zi hammasi kelaveradi-da. Misol uchun ichida shaxsiy brend bo'ladi, bu tushunarli, biznes tarafdan ham shaxsiy brend bo'lsa, Anvar aka Abduqayimning gaplari bor. Misol uchun G'unchada 10 ta novvoy bo'lsa, hammasi bir xil yopadi. Даже ba'zilarniki shirin bo'lishi mumkin, lekin bittasinikida navbat turadi, o'chirib turadi. Shu innomarkalar, boshqalar. Sababi nimaga? Sababi chunki u shaxsiy brendini ko'taryapti. Hozir zamon talabi bo'pti-da, etishi mumkin. Novvoy shaxsiy brend qilish mumkin. Qilish kerak. Qilish kerak. Tasavvur qiling, siz ertalab video chiqib qoldingizda, u shu yopgan nonni issiqqina oldi, o'rtaga qaymoq qo'ydi, buni olib tatib ko'ring deylar. Hozir уже slyuny dedi, уже yeginglar kelib ketadi-da. Ya'ni bu o'sha qilayotgan ishini yetkazib beryapti. Shu yetkazib bergani bilan ham taniladi-da. Ya'ni shu oliy maqsadni qo'ysa, orada shaxsiy brendi bo'ladi. Shaxsiy brendi degani, demak, грубо говоря, soqqasi keladi, boshqa bo'ladi. Ya'ni maqsadni menimcha yuqori qo'yaverish kerak. Chunki ba'zi o'quvchilarim bor, aytaman, birinchi darsda maqsad universitetga grantga kiraman demagan. Kim nimadir qilaman demagan. Grantga kirasan, lekin u yoqda o'qishing yoqmaydi. Grantga kirasan, tashlab ketasan. Bu ilm manfaatli bo'lsin. Ikki dunyoda manfaatli bo'lsin, yordam bo'lsin, bo'ldi. Qolgani grant ham bo'ladi, tushunasan ham, kerak bo'lsa, keyinchalik farzanding bo'lsa, farzanding kelganda o'g'il bolalar misol uchun bor oyingdan so'ra demaysizlar-da, o'zingizlar tushuntirishinglar mumkin. Maqsadni yuqori qo'ysa, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun maqsad ko'proq ommaga manfaatli bo'lsin, ko'pchiligiga o'sha hali videolar sonini kamaytirib, ilmga targ'ibotni ko'p kuchaytirish deb qo'yilsa, oliy maqsad menimcha o'sha shaxsiy brenddan bo'ladi, pul ham keladi, taniladi ham, menimcha kibr ham sinadi. Ko'rosi bittasini ketidan menimcha ko'p. Menda shu maqsad, xudo xohlasa, endi qanchalik amal qilman, bahololmayman, no qolganlarga ham tavsiya qilaman. Bugun biz bu yerga kelishingiz, demak, qanchadir amal qilayotganingizni ifodalaydi deb o'ylayman. Menga sababi shu, ya'ni ko'pchilik ko'rsin, qo'rqmasin. Misol uchun men ham ochig'ini aytaman, Instagramga kirganimga 4 yil bo'lgandir. Ya'ni men oldin PhD Shoplat deb ochganimda hech kim yo'q edi matematiklar. To'g'ri, rus, amerikalik bo'lishi mumkin edi. Ko'rardim, hech kim yo'q keyin ekan. boshlaganman. O'sha bum ko'tarilib ketdilar-da, ilmlari bo'ldi. Ya'ni hech kim bo'lmasdi. Okeanda suzib yurardim-da, misol uchun. Keyin misol uchun o'sha vaqtda Instagram kirishimdan oldin ayolim aytgandi, Instagram oching, qiling, reelslar qo'ying desa, o'sha ba'zilar yegan ovqatini yoki etbetga kirsa ham, грубо говоря, hojatxonaga kirsa ham oynasida rasmga tushib, shunaqani qilamanmi deb o'yladim-da. Lekin ikkinchi tarafdan tangan ikkinchi taraf bor-da. Men misol uchun yegan ovqatimni qo'ymasam, boshqani qo'ymasam, shu qiziqarli, foydali, ko'pchiligiga foydali bo'ladigan ma'lumotlarni qo'ysam ham bo'lar ekan deb sekin boshladim.
birinchi videolarni ko'rsam hozir kulamanda, ya'ni sekin rivojlanib, birinchi sifat ham bo'lmagan, chiroyi ham bo'lmagan, huk ham, endi huklar endi chiqdi-yu. Aytmoqchi bo'lganim shu, agar meni kuzatayotgan insonlar bo'lsa va ikkilanib o'tirgan bo'lsa, ya'ni birinchi videoni olishida uchun ideal vaqt, ideal imkoniyat qidirayotgan bo'lsanglar, hozir bitta kontent yozinglar, o'shani bitta olinglar, joylanglar. Mana shu bilan o'sha yordam bergan bo'ladi. Keyin faqatgina keyingi videolarni rivojlantirib borib, 100 reels qoidasi bor. Har kuni rivojlantirib 100 ta qo'yib borsa, Xudo xohlasa, menimcha juda yaxshi bo'ladi. Ko'p insonlar bor, kutib yuribdi. Hozir boshlash kerak, hozir olish kerak. Живи сейчас, сегодня, bugun va hozir yasha. Ol videoni, qizig'i yo'q. Ya'ni bitta eksperiment, endi men gapim sal cho'zilib ketdi. Eksperiment video ko'rdim-da, zo'r. Samolyotga chiqib ketishdan oldin ko'pincha avtobusda olib borib qo'yadi samolyotga. Ba'zi joylarda trapdan sirasi chiqib ketadi-da. Avtobusga chiqishligidan oldin bittasi aytdi-da, hammaga yaxshi parvoz tilayman deb baqirdi-da, avtobusga chiqqandan keyin yurmadi hali. Keyin avtobus yurdi-da, samolyotga hamma chiqib ketdi, hamma o'zini ishi bilan ovora. Endi xulosa aytibdi. 5 minut oldin men hammani oldida baqirdim. Hammaga yaxshi parvoz tilayman deb baqirdim deyapti. 5 minutdan keyin samolyotda men bilan hech kim, ya'ni grupa говоря deyman, itda ham ishi yo'q degandagi aytdi-da. Ko'pchilikka yetib borish uchun shunaqa qattiq gapiryapman. Hech kim ishi yo'q deyapti-da. Nimaga qo'rqasizlar? Ya'ni noto'g'ri narsani, yomon narsani targ'ib qilmayotgan bo'lsanglar, sifati boshqasi sekin-sekin bo'ladi. Bitta olinglar, tirs joylaylar, sekin-sekin yaxshilab boraverasizlar. Shu. Ya'ni meni kuzatayotgan, hozir suhbatni kuzatib shu joyga kelgan insonlar bo'lsa, hozir qilish kerak, hozir olish kerak, joylash kerak bo'ldi. Shunday. Menda ham shunaqa hozir yana qo'shimcha qilib aytmoqchi. Men Instagramda boshlaganimga 1 yil bo'ldi-da, mana kecha kunduz mana shu 1 yildan sal 1 oy oshdimi shunaqa. Masalan, endi hozir juda zo'r bo'lib ketdim deyman endi. Lekin masalan hozir siz qonun qoida boshqa aytyapsiz-ku, bugun mana suhbatda ancha mana bo'ldi. O'shalarga umuman amal qilish yo'q ekanda. Menda hozir bilyapman men. Masalan, uni tartib intizomi, tartibsiz ekanmiz. Endi oldindan bilaydim, uncha yaxshi emasligini. Ya'ni ideal bo'lishi shart emas, siz qo'yavering. Siz auditoriyangizni topasiz. Ideal bo'lishni men o'ylamayapman. Topasiz. Sizni ko'radigan baribir odam topiladi. Menda qanday, menga ham ko'p odam aytganda, "Voy, Instagram unaqa joy emas, seni matematika o'chmaydi u. Kim ko'rasiz matematikaga? Bu yerga matematika uchun kirmaydi odamlar, u bu debdi masalan." Shunda ham masalan bir narsalar ishlab, keyin ham umuman boyagani u odobsiz qo'yganmiz masalan. Kechasi 12:30 da ham masalan vaqtim bo'lib qolsa qo'yaverganman. Bir kunda masalan bir xil payt 12 ta ham video qo'yganman. Bir kunda unaqa qilmay ekan, endi hozir bilyapman. Keyin uni qancha shomga yaqin payt qo'yish kerak ekan masalan. Unda ma'nosi bor, buni bilmayman masalan. Endi asosan auditoriya o'sha paytda kiradi-da. O'sha paytda ko'radi sizni. Endi menda shunday fikr bo'lganki, o'zi matematikani qo'yayotgan bo'lsam, Instagramga matematika pofik bo'lsa. Nima uchun menga Instagramning qonun qoidasi pofik masalan. To'g'risi-da. Bilmayman, masalan boshidagi siz aytgandek boshidagi hozir ham sifat ana yo'q, menda hozir sifatga qaramaysiz. faqat o'zim tushiraman. Nima tushirish mumkin bo'lsa, o'shanda tushiraman. Bepul ularda VN degan bor-ku. CapCut. VN degan nima bor. CapCut emas-da, u bepul короче. CapCutga ham 1 so'm to'laysiz, yo uni ham bepul versiyasi Bor. Bor. U ayshi bepul-da. U hech narsa so'ramaydi ham. O'shanda salpal montaj degan narsa endi u kattani baho berish. Montaj deganda katta ma'no tushunasiz-ku. Masalan, bir narsa bir effektlar qo'shib yuborasiz masalan, to'g'rimi? Menda yo'q, faqat bir parazit gaplar uchrab qolgan edi-ku. O'shani sal kiysaman. Oxirida mana qop-qora vayn deb qo'ygan joy bor-ku, o'shani kesib tashlayman. Uni keyin yaqinda bildim, uni chiqmayotgan qilsa bo'lar ekan. Boshida nastroyka formati oxirini короче chiqmayotgan qilib qo'ysa. Bo'ladi. O'shani qo'yib yuboraman.
obloshka degan narsalar yaqinda tushundim. Obloshka yo'q. Qilib bergan bo'lsa shogirdim 1-2 martasiga qilib bergan. Qolganda obloshka ham yo'q. Keyin vaqt masalasi qachon xohlasam qo'yaman. No ko'ryapti bir. Ondan bilan salpal. Siz auditoriyangizni topasiz. Ha. Ya'ni baribir sizni ko'radigan odam bo'ladi-da. Siz qo'yishda davom etavering. Boyagi 100 ta reels masalasida 100 ta reels qo'ysangiz, ya'ni ekspertligingizni ko'rsatgan bo'lasiz. Ham sizni auditoriyangiz уже shakllanadi. Kimlar ko'rishi aniq уже. O'sha men ko'raman sizni, Shomurod ko'rishlari mumkin. Shunaqa shakllanadi-da. O'zi aslida yaxshi fikr etdinglar, ko'ylayapti. Mana boshidagi o'sha Instagramga yoki YouTube'ga video qo'yish yoki Telegram kanallarni shakllantirish bo'yicha maqsad nima bo'lgan? Maqsad mana o'quv markazida dars berganmiz yoki beramiz yoki institutda dars beramiz. O'quv markazida auditoriyangiz nechta odam? 20 ta odam. Uzog'i bilan boringki 30 ta odam bo'lsin. Institutda menda 100 ta 120 ta o'tiradi, boringki 150 ta o'tirsin. Lekin siz Instagramga yoki YouTube'ga qo'yadigan videoyingiz 100 ta emas, 1000 ta, 50 ming ta odam ko'radi. Birinchidan, o'sha 50 ming ta odamga yoki 100 ming ta odamga foydali narsa beryapsiz, shunda gap. Uni qanaqa formatda berasiz, u ikkinchi masala. Siz baribir o'zingiz auditoriyangizni topasiz. Asosiy maqsad nima? Siz foydali bo'lgan bilimlarni yoki oson ishlash yo'llari matematikani o'shalarni siz tarqatyapsiz. Asosiy shu. Meni maqsadim shu edi. Ya'ni men o'zimni o'quv markazimdagi 10 ta 15 ta odamga emas yoki institutimizdagi 100 ta 150 ta talabaga emas, 1000 ta yoki 10 ming ta, 1 million ta odamga yetib borsin, foydali ko'rsin o'sha narsani degan maqsadda tashkil qilinadi. Endi sizlarning ham maqsadinglar xuddi shu. Shunaqa. Xuddi shunday. Hozir zo'r bo'ldi-da. Ustozlar ham ko'p narsa oldi. Keyin ijtimoiy mediaga bir ilm targ'ibotchi bo'lmoqchi bo'lgan odamlar hozir boshlashini o'rgandi. Keyin siz aytganda VN dan foydalanib, demak, ko'pchilik o'ylaydi, uni kim qilib beradi, buni kim qilib beradi deb ko'p odam sanaydi-ku. Men montaj qilmayman umuman. Videoga, rasmga olaman, Instagramni o'zida montaj qilaman. Yozuv yozishim mumkin, nimadir qo'shaman. Instagram o'zida montaj qilish mumkin-ku, to'g'rimi? Men bilmayman-da shu. O'shani qo'yasiz, kichraytirish, kattalashtirish mumkin. Qaysidir paytlarida kesish mumkin va hokazo. Oxirini kesasiz, ichiga yozuv qo'yasiz. Ularni men salpal bilaman, unaqa zo'r bilaman demayman. Shu bilim bilan ham ancha narsa foydali tarqatish mumkin ekan. Oddiy video olaman. Prosta ozgina montaj ham qilmayman. Olaman, Instagramga qo'yaman, boyagi stories yoki reelsga qo'yaman-da, o'zi haligi qiladigan joyi bor. Haligi qo'yadi. Nima deydi uni? Yozuv yozish mumkin bo'lgan joylari bor, keyin atmetka qiladigan joylari bor, haligi har xil narsa qo'yadigan joylari bor. O'shalardan qo'ldan kelgancha qilaman-da, qo'yib yuboraman. Oxirgi paytda reelslarni o'zim qilib tashlayman, deb o'ylab qolasiz. Montajchi ham kerak emas. Ya'ni o'zi qilsa bo'lardi, ko'pchilik mana siz, ya'ni ko'pchilik qo'rqishi mumkin-da boshlashdan oldin. Demak, hozir boshlab o'zi erkin, bemalol ilm targ'ibotiga qo'shilsa, bemalol bo'lar ekan. Bemalol bo'ladi, ha. Shunday. Hozir bu narsa nega bizni o'ylantirdi? Masalan, institutda ishlaymiz, professor bor, akademiklar bor, ular endi oldin ko'pchilikka o'rganib qolganda, ular davrida, katta ustozlar davrida ko'p bo'lib o'qigan, katta auditoriya o'qishga qiziqqan, boshqa qilgan. Lekin qarayapti, hozir odam kamayib ketyapti borgan sari. O'quvchilar kamayib ketyapti. U professor kim bo'lish qat'iy nazar. Rostdan, shunday paytlar u Hasan deydi, iqtidorli o'quvchi yo'q deydi. O'qitaman men deydi. Iloji yo'q, keyin chet elliklarni o'qitishga majbur qilyapti O'zbekistonda turib. Bu nima bo'lyapti? Bozor desak, bugun yoshlarni qaysidir kimni ko'p puli bo'lsa, reklamani zo'r qiladi. Odamlarni yaxshi chiroyli qilib bir chiroyli qilib bir qaysidirmada aldaydir, boshqa narsa qiladi va kuchli auditoriyani pul ya nimadirlar evaziga o'ziga sotib oladi. Va bu yoqqa hammasi qolayotgan narsalar kam ko'sti, bu yog'i bu ishti qolib ketib, shuning uchun bugun biz ancha orqaga qolib ketdikmi deymanda. Bu sizlarni bu ishlaringiz menimcha ancha auditoriyaga foyda beradi. Ya'ni matematika o'qib kim bo'laman, nimaga kerak, boshqa bema'ni savollar sekin-sekin o'sha kamayib borgan sari xudo o'zi yo'qolib ketadi-da. Shu yerda bitta xulosa ham yaxshi xulosa bor. Mana Instagram bir okean desa, buni shu pushti rozовый очки deydi-yu, pushti ochki orqali ko'rishyapti-da ko'pchilik. Ya'ni yoshlar ayniqsa o'sha maktab 7-sinfdan uyog'i deydi, talabalar hamma o'zini ko'ryapti. Ya'ni hayot mamlaqa bo'lar ekan, soqqani ozgina ishlab tez soqqaga chiqsa bo'lar ekan. Ko'pchilik
shuni ko'rsatayotgandan keyin shunaqa bo'lar ekan deb o'ylab qolyapti-da. Lekin ba'zi joylarda misol uchun o'sha tabiiy olib chiqsa, tabiiy narsa hech qachon qadrsizlanmaydi-da, tabiiy narsa. Misol uchun bizda ham ba'zi o'quvchilarning natijalari bor. 3-marta topshirganda universitetga kirganda, biz aytmaymiz birdaniga kirding deb. Shu yiqilganingni boshqalar bilsin. Ya'ni bizda mana ochiq oydin aytaman. Universitetlar nomini anaqasini sanab o'tiribman. 2 marta, 3 marta topshirish mumkin. Ba'zi universitetlarga birinchisida bir 20%, 30% bari yiqiladi. Shunday. Yiqilgandan keyin men shuni bilib turib atilab aytaman, topshirdingman. Nimaga? Chunki u tajriba yig'adi. Men haliga aytganimdagi 100 marta o'qi deganimdan ko'ra bitta imtihonga kirib chiqadi. Ya'ni ilmi yetarli bo'lsa kirsin. Agar ilmi yetmagan bo'lmasa, yana ko'proq tayyorgarlik ko'rish kerakligini o'zi ko'rib chiqadi-da. Mana kecha ham bo'lgan holat, bitta universitetga topshirib chiqdi, ertalab imtihon bo'ldi, kirdi, grantga 4 ta savol yetmadi, 4 ballmi yetmadi. Bo'ldi, dotda nima planlar? 2 haftadan keyin qayta imtihon bor ekan. Grantga topshiraman dotdi. Ya'ni o'zi kelyapti. Supportxonalar bor, misol uchun, o'sha yerda qolib, o'z ichidan his qilib, ko'rib aytayapti. Mana joyda, mana kitobda, mana mavzusida mani bo'shliqlarim bor ekan. Shuni tugatishim kerak, yopishim kerak. Endi xudo xolasa men topshiraman, kiraman deb aytayapti. Ya'ni o'sha tajriba deydi, opit, o'sha tajribani oldi. Men endi yarimta aytsam ham o'sha yetadi-da unga. 100 ta aytganimda yetmagan insonga imtihonni ko'rib chiqdi, yarimta aytganimda yetadi-da. To'g'ri, bu ham haligi rozovый ochkiga o'xshab hammada ham shunaqa emas. Ba'zilar bor imtihonga kirib chiqib ham tushunmaydi, lekin ko'pchiligi shu ko'rib chiqib tushunadi. Asosiy maqsad samimiylik, tabiiylik, ya'ni ideal qilaman, ideal chiroq qilaman. Keyin xudo xolasa bo'ladi. Boshida samimiy, tabiiy shu borini olib chiqarish kerak, bilim bo'lsa olib chiqarish kerak. Tabiiylik hech qachon eskirmaydi. Xudo xolasa. Tabiiylik hech qachon eskirmaydi. Hozir bitta yana bir plyus tomoni, masalan, biz inglizlar bor, ko'p, juda bizdan ancha boya qilib ketgan bu ijtimoiy mediada bo'lsin, ruslar bo'lsin, boshqalar. Ularda biz kuzatar ekanmiz, bitta yomon boyagis tomoni bor-da. Ular faqat bizga foydali ilm berish bilan emas, maqsad boshqa narsalar ham bo'ladi. Ya'ni o'zini qadriyatini, o'zligini, an'anasini, tarixini, mentaliteti bor narsani ham kiritadi-da. Biz uni ham olamiz. Qanchasir yolg'on, qanchasir bizga to'g'ri keladi, qanchasir to'g'ri kelmaydi. Va biz sizlarning chiqishingiz va bu xalqaro darajaga masalan hozir asosiy segment o'zbek tili, ingliz tilida chiqish bu deb o'ylayman, bizni mentalitetimiz, biz kimligimiz, chunki biz uncha tarixni bosib kelmadik-ku. O'shalarni bildirishda ham eng zo'r yo'lida bu. Ommaga aytishda. Instagramda bitta ingliz ko'rib qolsa bizni Al-Xorazmni tanish mumkin-da, sizni meni video orqali misol. Afsuslarki, hozirgi paytda uncha tanimaydi. Misol uchun biz ko'p chet elga chiqqanimizda qatdansan desa, O'zbekiston desa, O'zbekiston, where are you from? O'zbekiston desa, Pokiston deydi. Ya'ni Pokiston deydi. Ya'ni O'zbekistonni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Yoki o'sha boksyorlarimiz Qozog'istondami bir zo'r g'alabami qilgan, Qozog'istondan qattalik esimda, zo'r g'alaba qilgandan keyin ko'pchilik yurganda boksyorlar bor, o'shalarni vatandan deb aytganida, xohlardim. Bu bo'lsin, buni to'xtatish kerak yoki qilish kerak degani emas. Bu davom etish kerak. Bunga yana boshqa omillarni qo'shish kerak. Ilmda ham misol uchun, IMOda misol uchun ikkita podryad oltin olgan anaqami, davlatmi misol uchun yoki hali oltin olmaganmi misol uchun tarixda. Bunaqa bo'lganmi deb, shu ya'ni faqat bu bo'lsin, hech qanaqa qarshiligim yo'q. Bunga qo'shimcha yana tanitadigan unsurlarni, omillarni qo'shadigan bo'lsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Shunday xalqaro darajada, ya'ni bitta og'riqli joyi O'zbekistondanman desam, Pokiston deydi-da. Pokiston. Endi ko'p chet elliklar balki Pokistonni yaxshi ko'rmas, sal boshqacharoq qaraydi, anaqa qiladi. Keyin men o'sha bir sekin-sekin tushuntirishni boshlayman. O'rta Osiyoda Islom bilan qo'shiladi to'g'ri qo'shnilarimiz, lekin shunaqa desam, ya'ni boshqacha endi xulosa bo'ladi demoqchiman. Oddiy odamlar mana taksida ketadiganlar, ularni taksistchisiga ham aytsam, Pokiston deydi. Keyin men
Afg'oniston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qozog'iston desa ko'pchilik mana oxirgisida ham ko'pchilikni anaqa qiladi. Taniydi. Endi nima sabab anaqa bilmadim, balki borgan joyga bog'liqdir. Shu, ya'ni tanitishi usullarini, omillarni ko'paytirish kerak menimcha. Xuddi shunday ustoz. Bitta shu yerda narsa ham bor ekan. Xalqaro miqyosda tarix yoziladi-ku, ilmda, matematikada bo'lsin, boshqa bo'lsin. Biz ustozlar ko'pchiligi ko'p olimlar aytadi, masalan, darsda professorlar dars o'tsa, akademik o'tsa, ular kitoblarda boshqa ism bilan keladi. Biz so'raymiz. Nimaga bizda ustoz o'yagilar yo'q? Bizda ham ko'plar bo'lgan olimlar, boshqalar, ularda ismi yo'q, ular bor. Ya'ni buniki teorema, lekin boshqa ism bilan ketadi. Bunga tarixda kuchlilar yozadi deydi-ku, davlatlar yozadi va masalan matematikani bo'lsin, matematika sohasi ham Rossiya bilan Amerika. Ayrim narsalar farq qiladi ularda. Belgilashlar farq qiladi. Ya'ni umumiy men degan xususiyati global ma'nosini ham ajratar ekanda. Va bu davlatlardagi ular Al-Xorazmiy boshqalarni masalan kim deb taniydi? Boshqa shaxs sifatida tanitadi-da. Chunki ijtimoiy media ularning qo'lida. Xohlagan odam xohlaganini tanitishi mumkin. Bu ilmni boshqa davlatlar taraqqiyotiga ham ancha boya qilib qo'yadi, xavf soladi. Haligi aytgan teoremalaringizga ikkita misolim bor. Endi birinchisi tarixiy bir fakt. Tarixiy fakt. Quyosh g'arbdan chiqib, to'g'ri sharqdan chiqib g'arbga botadi degandagi olimlar o'zi sharqda ko'p bo'lgan. Lekin shu urushlar bo'lgan, har xil bo'lgan, kitoblar yondirilgan. U kitoblar keyin Yevropaga borgan, Amerikaga borgan, shu uyg'onish davri 16-asrlarmi kitoblar borgandan keyin ularni o'rganishgan va Yevropaliklar, Amerikaliklar uni o'rganib, o'zini tilida yozgan va ularning ismi qolib ketgan. Ya'ni mana misol uchun oddiy misol. Misol uchun meditsina degani o'zi Ibn Sinodan olinganda, madadi sino degan adashmasam, meditsina. Yoki oddiy matematiklar nimaga x ni yaxshi ko'radi deganni faktini isbotlab ham beraman. X arab tilida shay degan so'z bor. Uni ko'pligi ashyo degani, ashyoviy dalil deydi-ku. Shay degani narsa degani. Al-Xorazmiy o'sha bobomiz nima? O'sha al-Jabr va al-Muqobalada yozganlarida oldin qalin kitoblar bo'lgan. Misol uchun bitta narsaga bitta narsani qo'shsa ikkita narsa bo'ladi deb, ya'ni a plus tekst bilan yozilgan. matn bilan a plus a teng 2 ni so'z bilan yozishgan. Endi arab tilida yozilgan o'sha davr falsafasiga ko'ra shay bo'lgan, ya'ni bitta shay. Shay endi nima bo'lgan? Keyin uni kitoblari shu Yevropaga borgan. Adashmasam eski ispan tillarida xey deb, ya'ni shay xey deb bo'lganda, ularda ana qaysidir harf bo'lmagan, xey bo'lgan. Keyin vaqt o'tgan, nechadir asrlar haqida gap ketyapti. Xeyni misol uchun tasavvur qilinglar, xey bo'lsa ham 400 betlik kitob 420 betlik bo'lishi mumkin-da. Optimizatsiyani qilish uchun ham qaysidir olim chiqqanda ni o'chirganda x qolib ketgan. Mana sizlarga bitta fakt, nimaga matematiklar x ishlatadi? X ishlatishi o'sha o'zimizning Al-Xorazmiyga borgan kitoblarda shay deb yozilgan arab tilida, shaydan ularda sh harf emas, hay yoki xey bo'lgan, keyin nechadir asrlar o'tgan, o'chirilgan. Aytmoqchi bo'lganim, ularni biz bilmasligimiz mumkin. Lekin mana x ishlatishimiz ham Al-Xorazmiyga boradi. Meditsina, madadi sino ham Ibn Sinoga borib taqaladi. Misol uchun, bu bitta tarix, ya'ni biz bilmasligimiz mumkin. Ikkinchisi, hozirgi ko'p ustozlarni, ya'ni zamonaviy ustozlarni, ya'ni hozirgi davrdagi ustozlarni misol uchun teoremalar bor. Ko'p ustozlarimizning teoremalari bor. Nimaga ular kiritilgan, lekin узкий специальность deydi, o'sha tor doira uchun yana kitoblarda bo'lish mumkin-da. Bunga endi ustozlarni ham ayblash yoki boshqa emas, nima aytishim kerak? Tatbiqi, ya'ni o'sha birlash deymizmi, misol uchun matematiklar bilan o'sha qishloq xo'jaligidagi nima muammolar bor, matematiklar eplolaydi, o'rtada tarjimon bo'lish kerak. Ya'ni ko'prik vazifasida buni vazifasini tushunda, matematiklarga matematik tushuntirib beradigan insonlar kam bizda, unaqa kadrlar kam. Shunaqa kadrlar bo'lsa, matematiklar yozgan o'sha dissertatsiya bo'ladimi, bakalavr, magistr, shunchaki o'sha ilmiy unvon olish uchun emas, balki kimlardir muammosini hal qilish uchun yozilgan bo'ladi va bu boshqa davlatlarda ham foydaliligini ko'rilsa, bu insonni nafaqat bizning kitob, balki chet el kitoblarida ham bo'ladi. Ya'ni sizga ikkita raqamda, bu bitta ustozda ham muammo emas-da, u misol uchun magistr
himoya qilish kerak, ilmiy unvon olish kerak 2 yilda. Lekin u qishloq xo'jaligi yoki iqtisodiyotda optimizatsiya masalalari bor, u ko'p masalalar hal qilinmagan O'zbekistonda-da, optimizatsiya masalasida. Modellashtirilmagan. Uni tushunadigan va magistrga tushuntira oladigan kadrlar kam. Kadr bo'lishi mumkin, lekin o'sha joyda, ya'ni ilmiy xodim sifatida ishlab topadigan puli bor, o'zi biznes qilib topadigan puli bor. Bu yerda 10% ni ham olmaydi-da. Demak, pulga ham borib taqaladi. Ya'ni misol uchun menga kerakmi deydi. Bo'lishi mumkin 100 tadan 1% yoki 2% odam bo'ldi, men dastatkada bo'ldim, ya'ni pul bo'ldi, o'zim ko'ngli to'q, xotirjam, to'q bo'lgandan keyin nima qilish kerak, endi berishim kerak deydigan insonlar ham yo'q emas. Shunday. Ya'ni faqatgina biza magistrni ayblab, talabani ayblab, buni ayblashimiz ham xato. Bu bitta mozaika desak, mozaika ichida 40 ta anaqasi bor. Qo'yib chiqsa bitta rasm chiqadi. Magistr degani shu bitta anaqa qo'yadiganni yarmida u. Hammasini to'g'rilansa, menimcha yaxshi bo'ladi. To'g'rilash uchun shunaqa podkastlar, misol uchun, targ'ibotchilarni yoki boshqalarni sekin-sekin ko'paytirish kerak. Qilish qiyin ekan desa ham bo'lmaydi-da, o'tirursa. Sekin-sekin qursa, bir necha yilda bo'ladi degan umiddamiz, Xudo xohlasa. Xuddi shunday. Endi o'sha har tarixiy nolada o'zini ilmiy tiliga bog'liqda bu narsa ko'pincha. Masalan, o'sha oldin ijod hammasi ilmiy til, masalan, arab tilida bo'layotgan bo'lsa, bizda endi universitetda qo'shimcha boblar degan soatlar ajratiladi hozir ham shunaqa. O'shanda qadimgi qo'lyozmalar degan fan o'tiladi. Katta ustozlar o'taydi. O'sha yerda kutubxonadan masalan endi o'sha rasmiy bir narsa protseduralari bor. Mana endi u bir ekzemplar ku masalan. Oldim deydi. Qo'l qo'yib, olib kelib, masalan, bizga darslarda ko'rsatib, eskirib ketgan bir qog'ozlardan masalan, mana ustoz mana o'sha yerda trigonometriyaga oid, keyin astronomiyaga oid asarlarni olib kelib, buniki, buni yarmi короче Fransiyada qaysi bir muzeyda bir qismi ana yerda qolib ketgan, bir qismi Turkiyada deb tushuntirib boshqa qilib matni bo'yicha boshqa qilib o'sha payt bo'lgan ekanda. Endi hozir ham bo'lsa kerak, unaqa ustozlar bo'lsa kerak. O'shanaqa darsda o'tilgan, o'sha yerda masalan endi hozir aniq esimda yo'q, ko'p narsani masalan hozir siz aytgan faktlar bo'yicha tushuntirib bergan. O'sha Nyutonni ham qancha narsani o'zlashtirgani, keyin yana boshqani bor. Leibnitsga ham qaysi masalan bizda bobolarni короче konspektlarni o'qib odam bo'lgani, hammasini o'sha yerda keltirganda masalan. O meditsina-ku katta mavzu. Matematika o'zidan ham o'sha nima kishi bor edi-ku. Al-Qoshiy Jamshid, Al-Qoshiy. G'iyosiddin Al-Qoshiy. O'sha kishini ham masalan o'sha geometrik astronomiyadagi bir mavzulari bor edi. Inversiyaga bir narsalar o'shalarda ham masalan ular olib turib teoremalarni короче o'zini undan chiqqan bosgan masalan. Uni hech kim himoya qilmagandan keyin masalan aytaveradi, men teoremam deydi, nomini yozib qo'yadi. Uni hech kim yo'q, uni bizni bobomiz qilgan, nima qilyapsan deyotgan odam bo'lmagandan keyin bo'laveradi u ahvol masalan. Uning uchun hozir endi tendensiya shunday bo'lyapti. To'g'ri, til sifatida ingliz tilini o'rganish kerak. Hech meni anom yo'q masalan. Men o'zim yaxshi bilmayman, lekin matematik odam bilish kerak-da. Hozirgi masalada endi bir himoya qilish uchun bular nima deyapti masalan, biz nima bo'lgan, endi hozir arab tilini ham bilishimiz kerak masalan bu narsalarni o'rganish uchun. Ingliz tilini masalan hozir mana maxluqotga kirib mana Google degan anoga biron nimaga bundan qiziqib so'rasangiz, sizga masalan necha bir qism, mizr qism o'zbek tilida ma'lumot beradi. Kam. Vaholanki uni hammasini men bobom qilgan. Lekin sizga hammasini inglizcha beradi. Lekin bizdagi yoshlar ingliz tilini yaxshi o'rganyapti-da, matematikani boshqa yoki biologiyani, ximiyani o'rganishga ana yo'q. Qunt yo'q yoki sabr yo'q yoki boshqa yo'q, xohish yo'q. Faqat lekin o'shani tushunmayapti masalan uni. Bitta ingliz tilini men qarshi emasman. Lekin nima uchun kerak u?
bitta ingliz tilini o'rganish nima uchun kerak? Til bilasizda. Boshqa fundament til bilish yaxshi u, lekin bitta til bilgan bilan nima bo'ladi? Masalan, bulbul sayraveradi. Bulbul tilda. U masalan biron teorema isbotlamaydi. Til bildik, ingliz tili nima bo'ldi? Masalan, hozir endi shu yoshlikda ruscha o'qiganmiz. Endi hozir yana o'shanga aytayotgan biron ma'lumot izlasangiz, haliyamki rus tilini bilamiz, ingliz tilini kam bilsak ham. Agar shuni ham bilmasak, masalan, bitta o'zbek tilida nima qila olamiz? Ming kuchli matematik bo'ling, boshqa bo'ling, ishlang, lekin qo'shimcha ma'lumot, bir narsalarni o'rganish uchun til kerak-ku. Ha, bizdagi yoshlarda teskari fikrlash. Til bor, buyog'i yo'q. O'shani ham masalan bir to'g'ri yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman. Yana aytyapman, men da'vogar emasman, vazir ham demoqchi emasman. Eshim maktabda masalan markazda deganda. O'shani muammosi o'zi mana shuni endi tasavvur qiling, ular конечно hech narsa qilmaydi. Men ikkita markaz normal boshqarib, normal bolalarga ilm bilim beryapmiz, kadrlar bilan ishlayapmiz, lekin mana shuncha muammo bor. U nechta maktab bor, endi maktablarda hammasini saviyasi har xil. U yerdagi jamoa boshqa yaxshi ustozlar bor, qo'shtirnoq ustozlar bor, va shu qo'shtirnoqda ichiga kirib bo'lmayotgan ustozlar. Ular bilan ular qanday ishlayapti? Men shuni вообще tushunmayman. Ahvol og'irda prosta. Ahvol og'ir. Men anomas, prosta fikrim. Shuning uchun endi boshqa tillarni ham qattiq o'rganish kerak. Bitta hazillik kameradan keyin aytib beraman dedim. Mayli, sal jiddiy bo'lganga himoya qilishga doir bir ustozimiz aytib beruvdilar. Ajoyib. Qisqasi, bitta anaqa bor ekan, aspirantura 3 yil-ku. 3 yil, ya'ni musiqa bo'yicha fan nomzodi bo'lmoqchi ekan, himoya qilmoqchi ekan. Kirgan ekan. Qisqasi, ustozi vaqt o'tibdi de bir haftadan keyin himoya ekan. Familiyasi chiqib qopti. Top kelinglar debdi. Оказывается, u 3 yil oldin kirgan ekan o'qishga. Shu bilan yo'q ketgan stipendiyalar olgan. Bir hafta qolganda chaqirishibdi. Shunaqa o'quvchim bor ekansan. Ha, assalomu alaykum ustoz. Kel. Hop, bir haftadan keyin himoya ekan. Nima qildingiz? Hech nima qilmadim debdi. Nima qilamiz? Himoyaga olib chiqish kerak endi debdi. Muammomiz Beethoven oldin plastinkalar bo'lgan-ku. Beethovenniki bor-ku, plastinkani. Shu klassikasini olganda, bunaqasiga burganda, bunaqasiga ham ashula bo'ladi-yu. Shunaqasi buradi-yu. Shunaqaga qo'ygan bo'l, bitta san'at asari bo'ladi debdi. Ha, bo'pti debdi. Ketibdi. Bir haftadan keyin himoya, hamma kostyum, mana qiladi, o'tirib, chaqirib, hamma maqtabdi, zo'r, bunaqa debdi-da. Keyin bittasi oxirida chiqibdi. Hop, fan nomzodi berishdan oldin bitta bir musiqani eshitib ko'ringlar debdi. Eshitib ko'ringlar. Keyin musiqani eshitib ko'ringlar deb plastinkasini olib kelishibdi-da. Bitta qo'yishsa Beethovenning ashulasi-da. Beethovenning ashulasi. Hamma aytibdi. Keyin Beethoven, nimaga Beethovenniki o'zingniki emasmi desa, ustozi ham aytibdi. Sen ahmoqmisan? Beethovenni o'zini emas, orqasini qo'yish kerak edi desa, ustozga imlabdi. Yo'q ustoz, men Beethovennikini topolmadim. Men siznikini oldim. Siznikini teskarisini qo'ydim debdi-da. Ya'ni xulosa qanaqa? Ustozi Beethovenni teskarisini olgan, shogird ustozinikini olgan, uni teskarisini olgan. Beethoven chiqib kelganda plagiat degan anaqa bo'yicha. Yolg'onni inkor qilsa rosa ketadi. Ikkita inkor, ikkita minus plus bo'ladi. Faqat ko'paytiruvda-da. Qarz olib, yana qarz olsa, qarz ko'payadi degandek yoki kulga umrni uzaytiradi, faqat kim ustidan kulishga bog'liq deydi-yu. Maktab, universitet bor, undan keyin ta'lim bor. Oliy ta'limdan keyin Oliy ta'limdan keyin ta'lim, doktorant, aspirant boshqa. Ko'prik bor bular orasida. Dunyo miqyosida bor. Bizda ham qaysidir ma'nosida bor, lekin asli yo'q deydi shu ko'prik. Masalan, bir bola matematikaga maktabdan qiziqib keldi. Kam hollarda maktab bitirguncha matematikaga qiziqish qoladi-da. Universitetga qiziqib kirdi. Milliyda-ku mayli endi hammasi boshqa umumiy olganda. Kam hollarda 4-kursgacha qiziqib qoladi. Boshqa jarayonlarda. O'sha ko'prik bugun qaysidir ma'noda bordir yo
boya xomaki varianti bormi uncha yo'q deydi. O'shani bir qadar qo'yish muhim deb o'ylayman. Shuni bir qo'yishga bir tavsiyalar bo'lsa yo bir fikrlar bo'lsa, ya'ni hamma sohada hamda matematik maktab uzilib qolgan universitetda masalan bola bitiryapti, universitetda qaysi sohasi nima o'rgatishini bilmaydi misol. Kim bo'lishini bilmasligi mumkin. Chunki biz hozir bir nechta atrofimizdagi iqtidorli o'quvchilar bilan cheklanib qolib, meni qishlog'imdagi oshnamni bilaman men qandayligini. O'sha bolalar uchun ham biz bugun yechim sifatida nimadir taklif qilish uchun o'tiribmiz-da. Nima muammoga biz chunki siz bilan bugun bizda professordan ko'p odam taniydi. Ishoning taniydi. Akademik tanigandan ko'ra ko'p odam siz bilan bizni kuzatadi. Chunki bitta akademik 2 million odam tanimasligi mumkin, ko'rmasligi mumkin. Lekin bizning Facebook'imizda Instagram 2 million odam ko'rsatyapti-da. Demak, biz fikr bildira olsak odamlarga, demak, sal bo'lsa ham manfaatimiz tegadim deyman hozirgi ayni lahzada. Meni fikrim, men endi o'zimiz boshlaganimiz uchun menimcha ularni ham olib chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Juda zo'r. Men hozir boya aytdik ustoz. Ularni ham olib chiqishimiz kerak. Ijtimoiy faol bitta matematik bilan bitta professor qanday bog'lash kerak? Ya'ni u kishi masalan 30 mingta otasi bor. Professorga odam qiziq yo'q ularga. Ha, lekin borib ustoz keng bir suhbatlashak. Maqsad birlashmasa bo'lmaydi-da. Boya shuni endi oxirida aytmoqchi edim, hozir bitta aytib o'tib gapingiz bo'ldi. Ikki xil maqsadda ijtimoiy tarmoqqa chiqish mumkin. Pul yo odamlarga manfaat tegish. Pul bildi o'ylayotgan odamlar agar kimdir pul uchun ijtimoiy tarmoqqa chiqqan bo'lsa, bor ekanda, meni keyin bildim. Pul uchun chiqqan bo'lsa, ularga ham foyda. Nega siz bilan meni har birimizni qanchadir auditoriyangiz bor, 50 ming, 40 ming. Ularga ham bu auditoriya boradi, birlashsak-da. Va ularga ham o'qish ko'payib, pul ham topadi. Agar kim jamiyat manfaatini o'ylab chiqqan bo'lsa, ular ko'proq odamga maqsadiga tezroq va birlashgan holatda yetadi-da. Hech qachon bitta oti dong'i chiqmas, dong'i chiqsa ham changi chiqmas. O'shanday juda to'g'ri aytdingiz-da. Menimcha, mana bunaqa narsa talabalarni o'zini tili bor-da. Ya'ni oldin bizani o'zimiz talaba bo'lgan paytimizda o'zimiz tilimiz bo'lgan. Biz ustozlarni tushunmaganmiz, ustozlar bizani tushunmagan deb o'ylaymiz-da. Ya'ni haligi bor-ku, otalar, bolalar, dodalar bir-birini tushunmaydi deydi-ku. Xuddi shunaqa hozirgi talabalarning ham o'ziga yarasha tili bor. Ular, misol uchun, kitob o'qimasligi mumkin ma'lumot olish uchun. Kitob o'qimasligi nimaga olib keladi? Ular nima ko'radi? Oladi, konspekt o'qishi mumkin. Yoki misol tipi boyagidagi tipaj misol. Shu misolni mana bunaqa ishlaysan deb, men nima har xil ma'lumot beraman. Misol tipini yozaman-da, rasmga olib tashlayman. Common mistakes, ko'p qilinadigan xato. Mana buni qilma deb tagiga yozib qo'yaman. Buni qizma deb qizilda yozib qo'yaman-da, rasmni tashlayman. Bu bitta ma'lumot. Ikkinchi ma'lumot. Qaranglar bolalar deyman-da, olaman video yozaman. Mana bu misolni mana bunaqa ishlaymiz deb tushuntiraman do'skada, videosini olaman, tashlayman. Kimgadir boyagi rasm ma'qul, kimgadir video ma'qul. Har xil odamga har xil ma'lumot olish imkoniyati bor-da. Endi talabalar hammasi menga feedback yozadi. Hammasi emas, endi kerakli bo'lgan. Ustoz, mana bunaqa narsa tashlasangiz menga ma'qul. Mana bunaqa video yozib tashlang, biz o'sha misollarni qanaqa ishlashni shu video orqali o'rganamiz. Shundan bilib olaman. Demak, bolalar har xil o'rganadi. Endi ustozlar masalasida, ustozlar to'g'ri, asosan leksiya yoki nima deydi, doskada tushuntirish orqali yetkazadi-da talabalarga. Shuni aktiv talabalar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lgan magistrlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lgan ustozlar bor yoki shogirdlar bor. O'shalar bilan birga ishlagan ma'qul. Menimcha, talabalar aktivroqda bu sohada. Bizda misol uchun bitta gruppada 3 ta 4 ta baribir aktiv talaba chiqadi. Ijtimoiy tarmoqda o'zi yuritadi, o'zi blogermi, kimdir bor-da. O'shalar men so'rayman, "Xo'p, nima deysizlar? Qanaqadir fikrlar olaman-da. Nima qilsa qiziqroq bo'ladi?" Ularni o'zini tilida gapirsangiz, ularga qiziqroq bo'ladi-da. Men qanaqa ma'lumot yetkazganim yaxshi? Nima qilsam ko'proq odam ko'radi deb ulardan so'raysiz. Boyagi biz aytgan nima deydi? CASDEF deydi. Customer Development deydi-ku. Aholini yoki sizni eshitayotgan auditoriyani o'rganish hisoblanadi-da. Ularni o'rganib, professor, ustozni o'zlari o'rganishlari balkim shart emasdir. Balkim magistr shogirdlari bordir, balkim PhD shogirdlari bordir. Shunaqa aktiv holda yurgan. O'shalar orqali ularni chiqarganimiz ma'qul-da. Juda to'g'ri.
ularni ko'proq mana bizani ustozimiz deb ko'rsatgani, ya'ni deylik bloger yigit yoki qiz bloger aytayapti, mana mani ustozim, mana bunaqa professor, mana bu sohasida juda zo'r natijalarga erishgan deb chiqargani ko'proq odam ko'radi deb o'ylayman. Xuddi shunday. Yoki kimdir yuritishi mumkin. Men oldin nima qilardim? Masalan, uchun TikTok bilmayman. Mani nomimdan o'sha kimdir TikTok yuritadi, bizning shogirdlardan bittasi yuritadi. Vine'lar qo'yadi. Men bir xilda algi qilaman. Menga qara, yaxshilab eshit degan joylarim olganda, shunaqa joylarni qo'yadi. Keyin qora ochki taqib, qaranglar degan joylarimni oladi, muzikalar qo'yib bir nimalar qiladi. O'zim men bilmayman. Ustoz TikTokda mashhur bo'lib ketgansiz deydi-da ko'pchilik. Men qo'ymayman, uni shogirdlar qo'yadi-da. Xuddi shunaqa narsani boshqa talabalar qilsa ma'qulroqda. Ustozlarning hayotini, ustozlarning natijalarini, o'rgatish usullarini, mana bunaqa o'rgatadi ustoz, mana shunaqa o'rgatsak oson ekan deb o'shalarning videolarini, nimalarnidir qo'ysa yoki hattoki ular nomidan akkaunt yuritish ham mumkin-da, bunday o'ylab qarasam. Ruxsat bilan bemalol. Ruxsat bilan etiladi. Lekin bitta joyi bor, ruxsat bermasa ustoz qilmaslik kerak. Shunday. Ya'ni talaba bilan ustoz hamkorlikda ishlash kerak bo'ladi. Shu joylari bor. Ba'zi bir professor ustozlarimiz aytganingizdek, qizig'i yo'q ularga. Meni ko'rmasa ko'rmasin deydi. Lekin menimcha ularni bir talabalari, shogirdlari kelib, ustoz mana shunaqa qilmoqchimiz. Nima deysiz? Ko'proq manfaatini ko'rsata olish kerak-da ustozga. Siz tushuntiryapsiz, biza 20 ta odamga tushuntiriryapsiz. Lekin siz berayotgan bilimlar minglab, millionlab odamlarga kerak. O'sha uchun keling, mana shunaqa qilaylik deb chiqqani ma'qul. Hozirgi talabalarga bitta mana shunaqa maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni ustozinglar, siz aktivsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda. Shu ijtimoiy tarmoqlar orqali siz ustozlarni bilimni targ'ib qilganingiz ma'qul deb o'ylayman. Shunaqa shaklda. Shu ma'noda masalan universitetlarda masalan o'sha fakultetiga qarab fundamental fanlar bor-ku, endi eng masalan o'sha maqsadli o'sha yerdagi professor ustozlarni o'zi menimcha hozir bordir, matbuot xizmati bir narsalar bo'lar-ku. Endi yetarlicha ishlamaydi-da, baribir. O'shani masalan Yetarlicha tashkil ishlamaydi. qilib, mana bu Dodaska bilan masalan komanda ishlash kerak-da. Masalan, rejasi bor, to'g'rimi? Qaysi payt, qaysi soatda nima qiladi, uni prosta ishlash kerak-da. O'shani olib endi uni Instagramga qo'ymaydi-ku, kim ko'radi? YouTube'ga qo'yadi. YouTube'ga yoki boshqa bir platformalarga qo'yib, masalan, Qisqa videolarni ham qo'ysa bo'ladi, Instagramga. O'shalardan kesib, bizlardan hozirgi suhbatimizni ham olib, kesib Instagramga qo'yish mumkin-da. o'shani qilish anosi keldi-da hozirda. Shu to'g'ri, u ustozlarga masalan endi emasdir, lekin unga komanda shogirdlari uni volontyorlik asosidami yo bir bilan uni rahbariyat bilan gaplashib qilish kerak-da. Masalan, o'shani prosta qilish kerak. U darslar noyob-da, u. Noyob masalan, haqiqat. Topilmaydi keyin. topilmaydi-da. U kadrlar ham noyob. Masalan, hozir shunaqa vaziyatga keldikki, hali-ku o'quvchini aytasiz. Normal o'qituvchi, ha, buni mana bu kitoblardan o'rganish kerak. Qanaqa kitob? Ustozimiz Shavkat aka Alimovning kitobi bor. Uni seni otang ham o'sha kitobdan o'qigan. Qanaqa kitob? Kitob deydi. O'qituvchi u. O'zingiz Nima deysiz-ki, masalan, men hozir bir aylanib kelay deysiz-da. Aylanib boshqa kelmayman. U matematika ustozi. Matematikadan dars o'tadi, tajribasi bor. U masalan qanaqa darsliklardan endi o'zicha so'raydi, maslahat so'raydi. Endi undan maslahat birinchi bu yangi bir nimalardan ko'ra fundamental maslahat berasiz-da endi. Adashmaysiz-da, 100% adashmaysiz masalan. Biz ustoz bor Shavkat aka Alimov. O'shani kitobini olasan, mana shu yerda chotki berilgan uni. Ha, qanaqa kitob deydi? Ahvol og'ir. Endi men pessimist odam emasman. Prosta real og'ir-da hozir. Uni to'g'irlash kerak. Endi uni to'g'irlash biza aytgandek O'rinmas. biza bu aytdingiz-ku, niyatimiz shu, endi to'g'ri bo'ladimi, bo'lmaydimi, o bizaga. Muzika. Lekin niyat shunaqa. Niyat shunaqa. Endi hozirgi mana bizani yosh xalq, yoshlar kitob o'qishdan boshqa
shaklga o'tdida, ya'ni u kitob o'qigan deydi. Chunki qisqa vaqtda bu kursda bo'ladi. O'rta Awesome. avlod ham hattoki shu darajaga keldi. Bu aytganingizdek ustozlar ham shu kitob o'qimasdan ham nimadirlarni video orqali o'rganib, har xil kanallar bor YouTube'da, boshqa o'sha orqali o'rganib haligi qiladi. Kitob o'qimaydi. Shuning uchun balkim yana bitta g'oya keladida, kitoblarni balkim videosini chiqararmiz. Shuni qilish kerak, ha? Zo'rmi? Videosini chiqararmiz. Olinadi, ustozlarning kitobi olinadi, tahlil qilib chiqiladi, izoh qilib video yoziladi. Mana bu formulalar, mana bu sohalarda ishlatiladi videosi. Mana bu bunaqa masalalar ishlash uchun mana bu ustozi mana bu formulasini yoki modellari ishlatiladi. Shunday. Hozir juda zo'r aytdingiz-da. Masalan, hozir bu narsa nega ko'p fikrlar qolib ketadi? Ko'p fikr keladi, ide qolib ketadi-da. Chunki biz bitta odam. Masalan, siz aytdingiz, hozir chiqasiz, universitetga ish bor, ketish bilan. Ketish bilan. To'g'rimi? Bizda kuzatayotgan qancha talaba bor. O'zbekistonda eng muhim qatlamida talabalar va unga juda ko'p vaqt bor. O'qishdan tashqari ham ko'p vaqt bor-da. Va o'sha o'qimaydi ham ko'p, masalan, o'qimasa ham u bar bo'sh vaqti bor-da, o'qisa ham bo'sh vaqti bor. O'shalarda masalan birlashish o'shanga kerak-da. Chunki sizda auditoriyangiz bordir, masalan, ularga unday salohiyat yo'qdir. Masalan, siz ko'rayotgan boyagi o'quvchilarda hammasida kitobda unday qilish imkoniyati, lekin boshqa ustozlarda bo'lishi mumkin. Shuning uchun juda muhim birlashish. Masalan, chunki ular aytadi, ustoz deydi, siz qilmoqchi edingiz, men shogirdim bor, esimamcha, yo shuni biladi, sizga yordam beradi, biz jamiyatga foydamiz tegsa bo'ldi deydi. Bor ekanda shunday odamlar. Bor. Shunday qilsak, ko'pchilik bo'lsa, katta auditoriyaga bo'ladi foydasi. Yana yangi g'oyalar chiqaradi gaplashgan sari. Mana hozir deylik kitob, jonli kitob uni elektronlashtirilyapti. Planshetga tushiradigan shaklda yoki telefonda o'qiydigan shaklda elektron kitob bo'ldi. Hozirgi ba'zilar ko'pchiligi elektron kitobni ham o'qimaydi. Audio kitobga o'tdi. Audio kitobdan video kitobga o'tiladi. Keyinchalik rivojlanib deylik, misol uchun kitobni o'zi emasda virtual kitob bo'ladi. U kitobni tasavvur qilish uchun qanaqadir ham virtual narsalarni ko'rasiz. Ochkalarga kiyib. O'sha ochkalarda ko'rasiz-da. Balkim sekin-sekin shunga boramiz-da, shu darajaga yetib boramiz. Virtual kitob. Shunday. Shu formuladan mana buni ishlatilyapti. Yoki mana bu jarayon, mana bu model orqali tahlil qilinyapti. Mana bu yog'ida, mana bu X, mana bu Y, mana bu Z va hokazo ko'rsatkichlari deb. Shunaqa shaklga kelinadi, xudo xolisa. Hozir masalan kuzatamiz, chetda taglar doim bizdan oldindagidek o'xshaydi-da. Keyin o'tirib tahlil qilsangiz, ularning kamidan nechtadir komandasi bo'ladi-da. O'ziga o'xshaganlar, boshqalar va realning jamoa bilan ishlaydi-da. Hozir bu yerda ham agar aniq maqsadli kishilar, ilmli ziyoli kishilar bilan jamoaviy ishlansa, biz hozirga ketayotgan turishimizdan bir necha bor sakrab yuqoriga o'sib ketishimiz mumkin. Shunchaki o'smaymiz, sakrab. Nega? Ko'pchilik bir xil maqsadli odamlar yig'ilganda. O'sha juda maqsad. Hozir Telegram kanalimiz bor edi. Targ'ib qilish kerak. Ustozlarni qo'shish kerak. Telegram kanalimiz bor mana. Sizlarda men kanalingizda men sizlarni o'sha yerdan yozdim, ustozni aytgan. Telegram kanalimiz bor. O'shanga balkim kengroq auditoriyani yig'iylik, matematik professor ustozlarni qo'shaylik, boshqa qilaylik. Shu narsa foydali bo'lsin. G'oyalar o'sha yoqqa tashiylik, shogirdlar qo'shaylik balkim. Shunday. Hozir bizda masalan qanchadir kishi ko'ryapmiz. Xudo o'zi bugun menimcha juda hozir hali suhbat davom etadi, aytib ketay. Keng qadam, katta qadam qo'ydik. Qaysidir ma'noda birlashish ma'nosida. Masalan, bizni ko'rgan qaysi auditoriya bo'lsin, agar jamiyatga bo'lsin yo pul nimadir maqsadining farqi yo'q bizga. Chunki u maqsadi ham, bu maqsadda ham foydali ish bo'ladi. Birlashilsa, nega mana bitta jamoa, bitta guruh yo boshqa bo'libda va birga harakat qilinsa. Chunki hech kim bu yerda men pul topaman yo boshqa ma'noda emas, hammamiz jamiyat rivojlanishini birga qilsak, masalan, Matin institutida men o'zim ishlayman. U yerdagi hamma akademik, masalan, men oldida yuramiz, boshqa qilamiz, hamma samimiyda. Qani deydi, o'shalar kelsa deydi. Ya'ni uzilib qolgani shuda, men o'sha yerda ishlayman, sizlarni mana ko'rdim. To'g'rimi? Yig'ilsak, ularni birontasi akademiklar u katta odam emas-da. Nima desa, bo'ldi, qo'shilamiz. Yig'ilsak, choyxonaga. Men boraman ularga.
Masalan, keladi. Yoshga borsak. Keyin universitet ustozlari bor. Maktabdan, ya'ni 3 ta ko'prikni biz bitta joyga yig'aylikda, ya'ni liderlarni bitta joyga yig'sakda va birga harakat qilsak. Bu hozirgi aytayotgan harakatim hali bironta sohada uncha men ko'rmadim men. Hatto ingliz tilida ham faqat uni sohadagi individual bo'lib ketgan va katta pul ularni bunday fidoyikorlikka ushlab turibdi. Rostdan. Masalan, boshqa fanlarda matematikadagi fidoyilik kamroq bo'lar ekanda, misol. Bilmayman, ustozlarda ko'rib, balki ularda ham bordir. O'shani xudo xolasa asosiy bugun shu juda katta narsa qilgan bo'lardik-da agar kimlargadir o'sha birlashib bir ko'proq foyda keltirishni o'ylab harakat qilinsa-da. Onlayn va offlayn ta'lim. Juda muhim-da endi. Zo'r savol bo'ldi, lekin zo'r savol. Men o'zim haligi nima deydi, o'tkazganim uchun haligi qilaman. Ancha tajribasini oldik desak ham bo'ladi. Ustozda ham onlayn darslari bor, to'g'rimi? Bor. Nisbatan kamroq. Men endi ancha ustida ishlaganim uchun haligi qilaman. Onlayn kurs boshladik. Onlayn kurs boshlaganda nima? Deylik, baribir kursni boshlashdan maqsad ham kursda kimdir o'qisin. Uni sotishda baribir. Kursni sotishga harakat qilamiz. Baribir ilm berilyapti-da, masalan, chunki bu yerda ham o'qiyapti, shu sizdan olsin shu. Farqi bor ekan onlaynni. Va ingliz tilida ham onlayn kurslar bor. Har xil fanlar bo'yicha, har xil kasblar bo'yicha onlayn kurslar bor. Endi bizani aholimiz, endi men boshlaganimda nima bo'ldi? Aholimiz unaqa zo'r tayyor deyolmas ekanmiz-da aholi. Chunki biz endi Instagram orqali target qildik, boshqa qildik, ko'pchilikka yetib bordi auditoriya. Lekin kursni asosiy olish kerak bo'lgan paytda qarorni ota-ona qabul qiladi-da. Pulini ota-ona to'laydi chunki. Endi gaplashyapti, endi bizani sotuvchilar bor, o'zimiz bormiz. Aytadiki, ustoz deydi, o'zi bolam jonli kursga borib o'qimayapti-yu, sizni onlayn kursida qanaqa o'qiydi degan savol qo'yapti-da. Juda qiyin masala-da. Endi onlayn kursda kim o'qish kerak degan savol. Onlayn kursda mustaqil o'zi o'qishim kerak degan fikrga borgan odam o'qiydi. Tushunasizmi? O'qishim kerak ekan shu onlayn kursni degan odam yoki ota-onasi shu fikrga borgan, bolam o'qishi shart. Bolam, davay onlayn kursga yozdiraman seni, o'qiysan, har kuni menga hisobot berasan yoki ustozingdan onlayn shaklda men hisobot olib boraman degan odamlargina, degan talabalar yoki ota-onalargina bolasini o'qityapti yoki o'qishyapti. Shunaqa shaklda. Ko'pchilik nima qilyapti? O'qimasam ham bo'ladi degan fikrga borganligi uchun bu onlayn kurs bo'veradi, onlayn kursga bormasam. Ota-ona ham shu fikrga borgan. Bolam maktabga borib o'qimayapti-yu, va bolam jonli kursga borib yaxshi o'qimayapti, o'zlashtira olmayapti-ku, onlayn kursda qanaqa o'qiydi degan savolni qo'yapti-da bizga. Uning uchun biz nimani shakllantirishimiz kerak bo'lgan ba'zi narsalar bor. Ota-onalarda, talabalarda shakllantirish kerak bo'lgan narsa mustaqil kelajak qurish uchun mustaqil o'rganish, bilim olishni o'ziga qanaqadir majburiyat, mas'uliyat deb yuklatishimiz kerak. Shu narsaga yetib borsakkina jamiyat shu narsaga bilim olish shart, bilimsiz bo'lmaydi, kelajak yo'q, ertaga qaysi kasbni egallamasin, baribir bilim olish kerak degan tushunchaga yetib borish kerak-da, ota-onalar ham farzandlar. Shunaqa deb o'ylayman. Shunday. Ya'ni onlayn kursimizni nima deydi, yurishi yoki sotilishi kam bo'lishi ham shunaqa. Shundan sabab deb o'ylayman. Bu auditoriya o'shanga tayyor bo'lish kerak-da, chunki u onlaynda o'qishni ham qanday o'qish kerakligini birinchi tushuntirish kerak. Qanaqa o'qish kerakligini tushuntirish. Tayyorlash kerak. U hali ham masalan mana bu pandemiya bo'ldi. Shunda sal ko'nikma paydo bo'ldi. Endi u yaxshi emas-da, endi u kelgan kasallik boshqalar. Lekin foydasi bo'ldi. Foydasi shunda bo'ldi. Foydasi bo'ldi. Keyin bu nimaga? U ikkita tomondan mana o'quvchilarda ham masalan onlayn demak qanaqadir bilimlarni egallasa bo'lar ekan, o'qisa bo'lar ekan. O'qituvchilarda ham masalan menda qat'iy anov bor edi. Matematikani onlayn o'qib bo'lmaydi degan xulosa bor. Ko'ryapsizmi mana? Qanday u tippa-tirik odam dars o'tyapti,
qanday o'zlashtiryapti? Uni onlayn qanday bo'ladi u? Masalan. Keyin onlayn ham o'tib ko'rdik dars o'sha pandemiya payti o'tdik masalan. Shunaqa paytlar bo'ldi. Litseyda ishlaymiz. Onlayn dars deydi. Mana anuda o'tdik, Zoomda o'tdik-da. Kirsangiz masalan bir qarasangiz, endi o o'quvchida u qaydan xonani mana tasavvur o'rtasiga divonni qo'yib qo'ygan, yonboshlab yotib olgan. Assalomu alaykum. Dars boshlandi. Ha, ustoz eshityapman deb. Masalan-da, uni ham tartib qoidasi bor, uni ham masalan odobi bor. Unga ham tayyorlash kerak birinchi o'quvchini. Anu tomonlar ko'p-da, masalan. Hali boya aytganimizda uni hali nima deydi, u sotish masalasi turibdi-da endi to'g'ri. Bizda endi matematikada sotish degani u har doim ham bir mablag' evaziga sotish emas, u keng ma'noda sotish deyiladi. U bepul bersangiz ham sotish deyveramiz biz masalan matematik odamlar u moddiy tomoni juda plyus bo'lishi shart emas. Minus bo'lsa ham sotdik deymiz, xursand bo'laveramiz masalan. Zarar bo'lsa ham masalan to'g'ri. Boshqa proyektlar, boshqa anolada onlayn kurs sotsangiz ko'pincha plyus bo'ladi. Lekin matematikada men birinchi sotuvda yoki ikkinchi, uchinchi sotuvda plyus bo'lishligini tasavvur qila olmayman masalan. Qancha narsa evaziga bir narsalar tashkil qilasiz, u addacha bermaydi. To'g'rimi? To'g'ri. O'shaning uchun endi keng ma'noda sotuv deyapmiz endi odamlar tushunsin. Prosta tayyor emas auditoriyaga onlayn dars o'tish prosta isrofda vaqt ham, resursga ham boshqa. Xudo xolasa menimcha ko'pchilik ko'p foyda oldi. Hozir boshqa soha vakillari ham ijtimoiy tarmoq agar mutaxassis bo'lsa sohasida chiqishim kerak degan xulosalarni oldida endi. Chunki ko'p sohalarda hali bu narsa tushunib yetilgani yo'q-da, borish kerak albatta. Lekin O'zbekistonda hamma sohada kuchli mutaxassislar chiqsa, odamlar shunga qarab e'lon qilsa, juda foydali bo'ladi-da, xudo xolasa. Lekin endi manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz xursand bo'laydik. Masalan, mana shunaqa suhbatlarni ko'paytirishimiz kerak. Masalan, birga ishlashimiz kerak. Shunday, xudo xolasa. Bu motivatsiya bu har kuni beriladigan yoki narsa emas, yoki dori emas. Uni har kuni ertalab yoki 3 mahal qabul qiladigan bo'lsa, oddiy uni o'rniga ota-onasi tirik bo'lsa, ota-onasini yuziga ajin tushgani yoki sochiga oq qoralaganini ko'rib, hozir harakat qilish kerakligini tushunib yetish kerak. Va hozir tushunib yetib, ya'ni hali aytganimizdagi bugun va hozir yashagin degan holatda ideal holat va ideal vaqt bo'lmaydi. Uni kutgan sari vaqt o'tib ketaveradi. Hozir qilish kerak, hozir yashash kerak. Qolgan narsasi Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Endi bu degani, misol uchun most qurayotganda mayli qurarman, bir 5-6 ta avariya bo'lgandan keyin to'g'rilayman degani emas. Ya'ni katta masshtabdagi holatlarda ko'p hisob-kitoblar, boshqa narsalar bo'ladi, lekin targ'ibotchi bo'lish yoki bitta kontent video olib joylash uchun vaqt kutmaslik kerak. Ideal vaqt va ideal joy kelmaydi. Yana hazil o'quvchilarim hazillashadi. Ustoz hazillaringiz tugadimi yoki anaqa qildimi deb. Bitta hazil bor. Ko'pchiligi o'zi 3 ta tema, 3 ta mavzu hech qachon eskirmaydi. Pul, munosabat, sog'liq. Shu munosabatga doir bitta hazil. Bitta o'g'il bola shu umri davomida aytibdi-da, uylan deyishdi. Yo, men kutaman, men ideal anaqani kutaman debdi-da. Ya'ni hamma holatlar o'tib, yillar o'tib, oxiri ideal qizni topgandan keyin ideal qizni oldiga boribdi-da. Mana shunaqa menga turmushga chiqing, shunaqa degandan keyin aytsa, u menga ham ideal erkak kishi kerak debdi-da. Ya'ni u idealni kutib yurgan, lekin bari bo'lmagan. Shuning uchun ideal kun va vaqtni kutib, qidirib yurib, umrimiz o'tib ketib qolishi mumkin. Hozir va bugun qilish kerak. Boshqa orqaga yo'l yo'q. Shunday. O'zi bilim, ilm ham shu. Masalan, qancha ertaroq egallashni boshlasangiz, shuncha oson kechadi. Baribir kim nechaga kiradi? Masalan, yosh o'tgan sari uni egallash, jilovlash, boshqa qilish, o'zlashtirish kim bo'lib og'irlashib ketaveradi. Lekin vaqt o'tgan sari shu aniq bo'ladiki, shuncha vaqt bekor o'tibdi.
u hammada-da, hammada shunday. U masalan juda ko'p katta ustozlar, masalan u buyuk, endi buyuk xudo yurishsa, masalan natijalar qilgan ustozlarda ham shunaqa fikr o'tadi-da, masalan sal yosh katta bo'lgandan keyin. Ko'p vaqtim bekor ketibdi deydi. Bizga hali teng bo'yli masalan. Baribir uni o'zlashtirish kerak bo'lgan bo'ladi, afsus bo'ladi baribir. Ertaga yana kuchliroq bo'ladi. Yana lekin ustoz aytgandek, qancha erta boshlasa shuncha yaxshi. Finishga tezroq yeta oladi deydi. Finish oxirgi so'nggi gapim bo'lib qolmasin degandek-ku, ya'ni natijaga demoqchiman-da. Finish desa tushunarli bo'ladi. Ha, Finishga masalan katta anov bilan borgan yaxshi baribir. To'g'ri. Tajriba, bilim, ilm bilan. Prosta yengil futbolkada borgandan ko'ra. Masalan. Shunday. Uni yuguruvchilar kiyadi-ku, futbolkami, nima deydi? Maykami. To'g'ri. Bugungi ancha zo'r, yaxshi ma'lumotlar, yaxshi fikrlar bo'ldi. O'zi aslida mana inson o'zidan, hayotidan keyin nima qoldirishi masalada. Ya'ni qanchalik ko'p narsa meros qoldirdi, shu bilan baholanadi. O'zi aslida men o'ylaymanki, insonni o'zidan qoldirgan meros sifatida bizani videolarimiz, ya'ni qilinayotgan ishlarda qanaqadir jamiyatga foyda keltirsa, keyinchalik ham o'sha narsa bizani nima deydi, hayotimizdagi erishgan yutuqlarimiz bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bu narsani keng ommaga tarqatish kerak. Kimlardandir kitob qolar, kimlardandir masjid qolar, kimlardandir bizadan balkim videolarimiz, xudo xolasa kitob yozisham niyat bor. Kitob yozisham, kitoblarimiz bor. Endi faqatgina kitob emas, video ham o'zi aslida qanaqadir meros yoki bizadan qolgan rasmlar, videolar, o'sha hammasi meros sifatida qoladi deb o'ylayman. Ya'ni bu narsani ko'paytirish kerak. Shunday ko'paytirish kerak. Katta rahmat ustozlar sizlarga. Xudo xolasa bugun demak biz katta qadam qo'ydik deyman. Ya'ni bugun bizni kuzatayotgan ustozlar bo'lsin, kimlar bo'lsin, qaysi soha vakili bo'lmasin, birlashish taklif qilamiz. Chunki hozir kelib ximik bizga nima qilaman matematika orasiga deyish mumkin. Ximikka birikda yana ximik qo'shilishi mumkin. Ular alohida birlashishi mumkin-da. Ya'ni birlash deganda biz birlashyapmiz, ular kelib birlashni nimaligini ko'radi-da. Borib keyin o'zining sohasida shuni tatbiq qiladi. Maqsad shu, biz ilmni targ'ib qilish. Bitta matematika emas, hamma soha. Kelsin, ko'rsin, o'rgansin, qilsin bor sohasida. Shundan xudo xolasa endi bitta alohida guruh ochamiz, akademik bo'lsin, professor bo'lsin qo'shamiz. Birga xudo xolasa ishlaymiz endi. Katta rahmat. Sizga Kontaktlarni yig'ing. Ha, xudo xolasa. suhbat uchun tashakkur. Juda yaxshi fikr almashishlar bo'ldi. Juda zo'r, manfaatli bo'ldi o'zimizga va boshqalarga xudo xohlasa. Rahmat. Katta rahmat. Taklif uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum qadrli ilm ixlosmandlari. Sizlarni ushbu ilm targ'iboti yo'lida olib borayotgan ishlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani uchun ustozimiz Sherzod Do'stov va Inspiring Education jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ustozimizni ijtimoiy tarmoqlarda olib borayotgan ilm targ'iboti yo'lidagi sa'y-harakatlarini va Inspiring Educationda yurtimiz bo'ylab onlayn va offlayn juda sifatli ta'lim berib kelayotganligini e'tirof etgan holatda ularni sizlarga tavsiya etamiz.